$33,000 atrofida edi boshida. To $2,000 atrofigacha topadigan. $2,000 atrofida navoiyda topsa bo'ladi. Yolg'on va'dalarni berib o'quvchi yig'ib olyaptilar o'zlariga. Sen bir kunda 25,000-30,000 topardim. Lekin sizni lokatsiyangiz juda ham zo'r sentrda, ham hokimiyat. Hozirda Amerikada o'zini biznesiga ega bo'lgan shogirdimiz. Telpakchada bo'lgan akamiz Amerikada yurt bilan motivator teacherlar chiqqan. Ingliz tilini pul uchun o'rganmaganman-da. Udalabdi-ku, bo'lar ekan-ku. But for me, rap like computer, it must be in my jeans. I got a laptop in my back pocket, my handcuff, my health pocket. Aytib beravering hikoyalarni. Borganmiz stadionga. Bitta oltinga, bitta buxanka nonga yetadigan pul chiqqandi. Men O'zbekistonning bayrog'ini olganman endi birinchi marta NBA matchiga kirishim uchun. O'zingizcha aeroportdan hamma bo'ladi, bayroqchalarni nima qilib ilib oling, karnash urnaydi. Ular uylarida men boyvachchadim, chunki ularda keyinchalik bilsam boy reperlar. Shunga yaxshi bo'ldim, tushib ketdim, oshib ketdim. Siz nima uchun qaytib keldingiz? Otam O'zbekistonda emas, boshqa davlatda yashaydi. Borib o'sha davlatda izlab topib, bir marta bo'lsa ham o'tirib suhbat qilishdi. Chunki men biror marta ham ko'rmaganman. O'qituvchi bo'lsam bo'lagan, ha. Juda eng yaxshi fikr bildirgan tomoshabinni tanlab, IELTS School'da bir oy o'qishga, bepul o'qishga voucher berishimiz mumkin. O'quv markazi biznesini necha pul olib keladi, qancha investitsiya kiritish kerak va nima qiyinchiliklari borligini bugungi intervyumizda bila olamiz. Bugungi mehmonimiz IELTS 9 sohibi va IELTS School asoschisi Bafoyev Farruh aka bilan bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Bugun IELTS School qanaqa o'quv markazi va Bafoyev Farruh kimligi haqidagi to'liq intervyuni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Farruh aka, bugun o'quv markazingizni aylanib chiqib, shu haqida guringlashamiz. Ketdikmi? Bo'ldi, biz tayyor. Farruh aka, birinchi savol tug'iladi-da, nechta o'quvchi o'qitasiz? Hozirgi paytda 700 dan oshiq aktiv holatda o'qitamiz, lekin yillik bizani kelib ketuvchi o'quvchilarimiz soni 2000 atrofida bo'ladi. Zo'r. Farruh aka, ko'pchilikka qiziqdi. IELTS School o'quv markaziga arendasiga qancha to'laysiz? Endi arenda bu bilsangiz bu davlat binosi, bu xususiy bino emas. Shuning uchun ham bizda ozgina kamroq chiqadi. Taxminan 30 millionga yaqin, oyiga 30 millionga yaqin 800 kvadrat metrga. Juda lekin arzon ekan, ha? 800 kvadrat metrga yarasha. Shahardagi qolgan joylarga nisbatan ozgina arzon. Sentrda hokimiyat yoningizda deyarli hamma narsa imkoniyatlari bor. Shunaqa. Zo'r aka. Bo'lmasa qolganini o'quv markazi ichida davom ettirsak nima deysiz? Bo'ldi, biz tayyormiz. Ketdik aka. Farruh aka, shu markazga qancha tikkansiz va o'zini qanchada oqlagan? Endi o'quv markaziga bizning asosiy tikkan pulimiz bu aytaylik $33,000 atrofida edi boshida. Uni asosan ta'mirlash ishlariga sarflaganmiz, chunki bu davlat hisobidagi deyarli yaroqsiz holatda yotgan joy edi. Qayta proyekt qilib, qaytadan mana shu holatga keltirgancha taxminan $33,000 birinchi bizning kapitalimiz hisoblangan, shunga tikilgan. Bundan keyin sekin-sekin biz jihozlar olishni boshlaganmiz. Ya'ni xonalar uchun proyektor kerakmi? Ekran, o'quv doskalari masalan, parta, stol, sekin-sekin hammasini jihozlashga yana kamida shuncha ketdi desa ham bo'ladi. Farruh aka, IELTS School'ning oylik va yillik obroti qancha? Endi ochig'i aniq sonlar o'zimga ham ma'lum emas, oylik, yillik obrot bo'yicha, lekin oddiy kara qilib arifmetika qilib chiqarish mumkin. Bizda hozir aktiv holatda aytganimdek 700 yoki undan ortiqroq o'quvchi tahsil oladi. Yil davomida kelib ketuvchilarni hisobga olganda, chunki bizda qanaqa ta'lim turi? 3 oylik guruhlarimiz bor, 5 oy, 6 oy, 8 oy, 1 yillik guruhlarimiz bor. Bitirib ketgandan keyin yana o'rniga yangi guruh ochilaveradi. Taxminan 2000 o'quvchi o'qiydi yilida desak, o'rtacha kurs narxlarimiz hozirgi paytga 450 ming so'm tashkil qiladi. 450 ming so'm. Shundan endi taxminan kara qilib chiqarib kalkulyatorga tashlab bilsa bo'ladi. Yomon biznes emas. O'quv markazidan pul topib bo'lmaydi ham emas. Topsa bo'ladi, hammasini to'g'ri yo'lga qo'yishga bog'liq ham. Zo'r. Navoiyda IELTS School o'quv markazini ochaman degan fikr o'zi qachon tug'ilgan? 2020-yil Covid mana bu virus tarqalib boshlagandan keyin davlat binolarida dars berib bo'lmay qoldi. Ungacha biz mana shu repetitorlik bilan shug'ullanadigan, hech qanaqa brendga ega bo'lmagan o'qituvchi edik. Yonimda 2-3 ishongan shogirdlar bor edi. Ular bilan maslahatlashib turib, birorta tadbirkorni joyini olsakchi deb birinchi boshlagan joyimizda ochig'i bizda devorda eshikdan boshqa hech narsa bo'lmagan. 3 ta xonamiz, 3 ta 4 ta o'qituvchimiz bo'lgan. O'sha paytdan motivatsiya olib, kelishib, mana shu IELTS School biz nima qilamiz o'zi? IELTS ga tayyorlaymiz, maqsadimiz shu IELTS maktabi degan chiqadimi? Ba'zi bir IELTS School degan nom qo'yib qo'ysak degan maqsadda mana shu
2020-yilda tashkillashtirib, 2021-yil hujjatlashtirish hammasi oxiriga borgan. Keyinchalik mana kengaytish ishlari bo'lib, joy almashtirganmiz, kattaroq lokatsiyaga o'tib, hozirgi paytda 14 ta xonamiz bor. 30 ga yaqin xodim ishlaydi. Shulardan taxminan 20 tachasi o'qituvchilar va assistent o'qituvchilar hisoblanadi. Zo'r. Aka, mana IELTS School o'quv markazi ochdingiz deylik. Pul yetmay qolgan paytlar ham bo'lganmi? Unaqa payt juda ko'p bo'lgan boshida. Endi qaysi ma'nodaligiga ham bog'liq. Shunaqa paytlar bo'lgan, men uyga umuman bir tiyin pul olib bormaganman. Chunki aytganimdek bizada devor bilan eshikdan boshqa hech narsa yo'q edi. Biza televizorlar masalan kerak joyda jihozlar olishga markazda tushgan pulini men o'zimni qornimni to'yg'izish yoki uyga olib borishdan ham ko'ra ko'proq o'ziga qayta tikaylik degan boshida falsafa bilan boshlaganmiz. Chunki bizada qanaqadir grant bo'lmagan yoki menimcha pul mana sanga degan odam bo'lmagan yoki qanaqadir dasturlar doirasida davlatdan ham pul berilmagan. Mana shu paytgacha sarflangan har bir pulni oxirgi tiyinigacha o'zimizdan sarflaganmiz. Shu uchun ham uyga pul boshida bir 2,5 yil, 3 yil menimcha men bir tiyin ishlamaganman. Naborot bo'lgan, uydan olib kelgan paytlarim ham bo'lgan. O'zimni o'tgan darslarimdan olib, mana kerak bo'lsa mana bu joyda oylikka yetmay qolibdi, mana bu joyda jihozlashga yetmay qolibdi deb sarflagan paytlarimiz bo'lgan boshida. 2 yil, balkim 2,5 yil davomida. Keyin sekin o'zini to'lov oqlab, qilgan rasxodlarimiz o'zini oqlagandan keyin sekin-sekin daromadga chiqishni boshlagan. Zo'r. Farruh aka, IELTS School'ni logotipi, IELTS School brendi o'zi qayerdan tashkil topgan? Ideya qayerdan kelgan? IELTS School'ni ideyasi aytganimdek o'sha boshida biz o'quv markazi qilsakchi degan niyatdan boshlaganmiz, lekin aynan nimaga IELTS School degani endi bizda 3 ta 4 ta variant bo'lgan. O'quvchilar o'rtasida so'rovnoma o'tkazganmiz, qaysi biri sizlarga ma'qul. Endi o'sha 3 ta 4 ta variantdan IELTS School varianti ko'pchilikka ma'qul bo'lgan, shuni tanlaganmiz. Logotipimiz ustida esa oddiy qarash bilan ishlaganmiz. Logotipimizda boshida kichkina oq aylana, keyin qizil aylana, keyin yashil, keyin ko'k. Har bitta rangni o'zining ma'nosi bor. Har bitta o'sha aylana shakli kattarib boradi. Ya'niki oq bu bizga keladigan o'quvchilar oppoq listday deb tushunsak, uni biz to'ldirishimiz kerak, ijod qilishimiz kerak, uni ustida ishlashimiz kerak. Ham ilmini, ham shaxsiyatini shakllantirishimiz kerak. Shu uchun ham bizdan kerak bo'ladigan narsa bu kuch, ishtiyoq, ya'ni qizil rang odatda ishtiyoqning ramzi hisoblanadi. Yashil esa bu yaxshi xotiralar, yaxshi tajribalar, o'rganish jarayoni ularda shunaqa kechsin degan. Ko'k esa bu oxirida eng katta o'sha bizani aylanachamiz desa ham bo'ladi, o'sha logotipga qo'yilgan bu bilimni bildiradi. Ya'ni bizga kelgan ingliz tili bo'yicha tushunchasi yo'q o'quvchini olib, uni ishtiyoqidan foydalanib, qiziqarli qilib jarayonlar tashkil qilib, oxirida uni bilimli insonga aylantiraylik degan maqsadda shunaqa oddiygina nima deydi, minimalni bir logotipcha o'ylab topganmiz. Zo'r aka. 20 dan ortiq o'qituvchim ishlataman deyapsiz. Ularni qanday nazorat qilasiz? O'qituvchilarning monitoringi bizada moliyaviy tomondan yuradi, ham ularning intizomiy jihatidan yuradi. 3 ta tomondan desak ham bo'ladi, chunki ham moliyaviy, ham intizomiy, ham ularning shaxsiy rivojlanishi bo'yicha bizada monitoring yo'lga qo'yilgan. Dastlabki ikkitasida, ya'ni ular vaqtida kelib ketishi, darslarni o'tishi intizomi bo'yicha bizada CRM tizim yordam bersa, chunki hozirgi paytda bilasiz, xususiy maktab bo'lsin yoki o'quv markazlar bo'lsin, CRM siz qiyin. Ya'ni bitta markazlashtirilgan nima deydi, baza desa ham bo'ladi. O'quvchilarning soni, o'qituvchilarning soni, tushadigan daromadlar hammasini bitta CRM da mujassam qilganmiz. Ularning kasbiy rivojlanishiga esa bu avvalambor o'zimiz ko'p seminarlar tashkil qilamiz. O'qituvchilar bilan biz masalan hozirgi paytda sun'iy intellektdan foydalanish ta'limda dolzarblashib ketdi. Shu bo'yicha seminar tashkil qildik o'zimiz, bilim almashdik, mahorat almashdik. Undan tashqari, agar viloyatlar kesimida masalan boshqa Toshkentda bo'lsin yoki boshqa viloyatlarda qanaqadir shu bo'yicha treninglar bo'layotgan bo'lsa, biz o'quv markazi hisobidan qoplab turib ularni jo'natamiz. Zo'r. Yo'l kirasi agar qolish kerak bo'lsa yashashigacha biz qoplaymiz. Faqat sharti qaytib kelgandan keyin xuddi shunaqa seminar o'zimizning qolgan o'qituvchilar uchun tashkil qilib berish kerak. Mana shu kesimda ularni biz sekin-sekin kasbiy tomondan rivojlanishiga yordam beramiz. Shu O'qituvchilarni ishga olishda nimalarga e'tibor berasiz? Endi avvalambor bizga birinchi navbatda o'qituvchidan talab etiladigan narsa bu uni qiziqishi. O'zini fanniga qiziqadimi, bilim berishga qiziqadimi. Undan tashqari rezyume so'raymiz. O'qituvchilar o'zlarining rezyumesini berish kerak, ular haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishimiz uchun. Va oxirgi etapda ular bizga sinov darsi o'tib berish kerak bo'ladi. Ushbu sinov darsida
o'qituvchilar auditoriyasiga bitta dars o'tib beradilar. Hamma o'qituvchi o'zini fikrini bildiradi dars bo'yicha. Oxirida biza ma'qul bo'lsa ishga olamiz. Zo'r. Yoki assistentlikka olishimiz ham mumkin ba'zida agar hali mahorati yetmas ekan desak. Va albatta hozirgi zamon talabi bu IELTS balli. O'qituvchilarning IELTS balli kamida boshlang'ich o'qituvchi uchun 7,5 bo'lishi kerak. Keyinchalik biz uni 8 ga ko'tarish shartini qo'yib kelisha olamiz. Zo'r. Kuzatyapmiz, ijtimoiy tarmoqlarda motivator teacherlar chiqqan. Ularga fikringiz qanaqa? Endi ochig'i menga ham har zamon chiqib turadi. Unaqa masalan, qaysi ma'noda motivatsiya? Bitta strategiya bilan sizni IELTS'ni 8 qilib yuboraman. Bir oyda 15 IELTS olasiz va hokazo. Unaqa menga ham chiqib turadi yoki o'tirib masalan, aytaylik, motivatsiya bilan o'quvchini bilimini oshiraman degan harakatni qiluvchi o'qituvchilar ham chiqib qoladi. Endi men aynan bitta o'qituvchini tanlab yoki ular haqida bir aynan fikr ayta olmayman, lekin umumiy haqiqat shundaki, Instagramda o'tirib ingliz tilini o'rganib bo'lmaydi. Instagram reel tomosha qilib o'zingizga motivatsiya olyapsizmi? Instagramda o'tirib reeldan ingliz tilini o'rganaman deyapsizmi yoki reel menga hozir readingimni oshirishga yordam beradi deb o'yladingizmi? Demak, sizda katta muammo bor o'quvchi sifatida. Hamma o'zini xohlagan qo'lidan kelgancha kontent yaratadi-da, lekin oxir oqibat o'sha kontentni iste'mol qilishim kerakmi, yo'qmi? O'zimga yuqtirishim kerakmi, yo'qmi? Bu o'quvchini istagi, o'quvchini xohishi. Men endi o'quvchilarga maslahatim, saqlaninglar shunaqa narsalardan degan bo'lardim, chunki haqiqiy motivatsiya bu kechagina readingdan 15 ta ishlab turgan bo'lsang, qayta-qayta kitobga yopishib, bugun 20 ta qilgan bo'lsang, mana shu 5 tasini plyusing haqiqiy o'zi motivatsiyada o'quvchi uchun. U kimnidir gapirgan gapi, uf devoradigan, avuf devoradigan gap emas. Zo'r. Ko'pchilikka qiziq, IELTS school teacherlari oyiga qancha daromad topishadi? Endi bizada o'qituvchilar to'liq ishlaydiganlari ham bor, bitta ikkita guruh bilan ishlaydiganlari ham bor. Shu uchun ham aytaylik, $300 tortib to $2000 atrofigacha topadigan. $2000 atrofida Navoiyda topsa bo'ladi. Ha, o'quv markazida o'qituvchilik qilib turib, siz beryapsiz o'sha pulni. Albatta. Albatta. Natija qiladigan o'qituvchilarimiz bor, o'zini ustida tinimsiz ishlaydiganlar bor. $300 bu masalan kam o'quvchi bilan ishlaydiganlarga bo'lsa, $2000 bu endi o'quvchi soni ham ko'proq. Chunki o'sha o'qituvchilarimiz o'zini ustida tinimsiz ishlaydi ham. Zo'r. O'qituvchi bo'lsam bo'lagan, ha. $2000. Juda yaxshi. O'quv markazlarida necha pul ishlasa bo'ladi? Siz qancha soqqa qilasiz? Ya'ni o'sha o'quv markazi tashkil etgan odamga qoladigani 25-30% odatda qoladi oxirida, o'sha sof foydasi deydi-ku. Endi yaxshi yuritilgan, yaxshi yo'lga qo'ygan, o'zini obro'siga ega bo'lgan o'quv markazlar 5000 dan tortib masalanda o'rtacharoq bo'lgan davrlarda, yaxshi shu ko'p o'quvchilar qatnaydigan davrlarda $15000 gacha ham bitta filialda o'zi foyda keltirishi mumkin. Zo'r. Demak, Navoiyda bu biznes orqali yaxshi soqqa qilsa bo'ladi. Albatta, chunki bilsangiz Navoiy o'zi o'qishga kirish bo'yicha ham birinchi o'rinda respublikada shu yil oliy ta'limga kirish bo'yicha birinchi o'rindamiz. Bu nimani ko'rsatadi? Bu birinchidan xalqni ichida o'qishga qiziqadiganlar juda ko'p. Ikkinchidan shu qiziqishni, shu talabni qondirib bera oladigan o'quv markazlar, o'qituvchilar ham shu bilan yetarli degani. Zo'r. Ya'niki bu Navoiy shahrida, Navoiy viloyatida umuman olganda juda ham bir prospektni biznes hisoblanadi bunday olib qaraganda ta'lim. Chunki bizada bu narsa juda rivojlangan. Navoiy shahrida masalan markazlar orasida sog'lom raqobat, biz forumlarda bo'lsin yoki boshqa bir seminar treninglarda bo'lsin, yig'ilib fikr almashib turamiz. Endi bizani lekin alohida aytadigan bo'lsak, bizada bir tomondan ota-onalar bilan ishlash yo'lga qo'yilgan. Ota-onaning shikoyati bo'lsa, biz doim uni eshitamiz. Qabul vaqtlarimiz bor. Ba'zida ota-onalarga o'zimiz chiqamiz. O'quvchini eng harakat qiladiganimiz bizga o'quvchini sonidan ham bizga sifati qiziqroq, natijasi qiziqroq. Ya'ni haqiqatdan ham bizda ishlaydigan sistema bor. Agar o'quvchi aytaylik guruhda o'zlashtirmayaptimi, biz uni chiqarib yuboramiz. Bizda u tursin sonda masalan o'quvchi bo'lgan yaxshi-ku bu biznes uchun degan narsa yo'q. Bizga birinchi navbatda o'quvchini bilim olishi, natijasini chiqarishi, undan keyin u biznes desak bo'ladi. Chunki ta'limda agar biznesni birinchi o'ringa qo'ysangiz, demak ta'limda sifatdan voz kechasiz, obro'dan voz kechasiz degan. Bizda unaqa emas. Biz birinchi o'ringa ta'limni qo'yamiz, u keyin ikkinchi o'rinda biz unga biznes deb qarashimiz mumkin. Farruh aka, 9 raqami IELTS schoolga qanchalik foyda olib keldi? Endi men o'ylayman, IELTSdan 9 ball olganim bu avvalambor bizning jamoamizga
qaysidir ma'noda motivatsiya bo'lib xizmat qildi. Chunki hozir mani o'qituvchilarimiz 8,5 olyapti IELTSdan. Endi ular keyinchalik 9 ga harakat qilishni boshlagan. Birinchi navbatda bu ishonch berdi desak, o'qituvchilarimiz orasida bizada ham 9 olgan bor. Yordam, men qo'limdan kelgancha yordam beraman o'qituvchilarimizga. Aynan shu natijani takrorlashlariga ham qo'llab-quvvatlayman, ham moddiy tomondan rag'batlar e'lon qilganmiz. Ikkinchi tomondan men o'ylayman, markazda IELTS 9 olgan, ya'ni IELTSdan o'zi o'quvchi tayyorlaydigan markazda IELTS 9 olgan instruktorda rahbarlik qilishi bu bir tomondan inglizchada validation deydi-ku, ya'ni haqiqatdan ham ishonsa bo'ladigan joy degan tushunchani beradi odamlarning nazdida. Ya'niki bu yerda 9 olgan odam bor. IELTSni rostdan ham tushunadigan, ichiga kirib chiqqan va o'sha 9 darajasigacha borgan deb bilaman. Lekin meni ozgina xafa qiladigani ham shu tomonida, chunki agar men shaxsan olib gapiradigan bo'lsam, meni darslarim hozir IELTSdan 8 olganimda ham masalan qanaqa dars o'tgan bo'lsam, 9 olganimda ham xuddi shu energiyada, xuddi shu bilimim bilan deyarli dars o'taman. Va ba'zida men shu o'qituvchilarni obro'sini ularga qadalgan o'sha bir parcha qog'ozdagi ball necha ekanligi hal qilishi ozgina xafa qiladi lekin. 9 oldiz-ku. Oylik ham oshdimi o'sha? Qancha oylik? O'quvchilar to'laydigan oylik. Oylik, u tomondan ham ozgina o'zgarish bo'ldi. Endi u o'zgarishlar bizada odatda masalan o'qituvchining IELTS ballidan ham ko'ra bizani arenda masalan rasxodlarimiz, arendaga qiladigan xarajatlarimiz, ijaradan tashqari mana kommunal xarajatlarimiz oshish tushishiga qarab bo'ladi. Chunki bizani kelishuvimizga ko'ra bizani ijara to'lovlarimiz bular o'sib boruvchan. Tabiiyki ular bilan bir xil biza tempda yurish uchun ba'zida kurslar narxini ozgina ko'tarishga majbur bo'lamiz. Lekin o'ylayman, shunga yarasha biza sifat, shunga yarasha ta'lim berib olyapmiz va xalq ko'nglidan joy topib xursand qila olamiz deb o'ylayman. Zo'r. Farruh aka, markazning eng katta xatosi nima bo'ldi? Undan nima o'rgangansiz? Markazda bizada eng katta xato menimcha agar dastlabki yillarda markaz ishiga rivojlanishiga xalaqit qilgan deb hisoblaydigan bo'lsak, balkim do'stlik munosabatlarini biznesga aralashtirish bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya'ni boshida menda do'stim bor edi yonimda, birga turib masalan markaz qilamiz, yuritamiz. Men ham sen bilan yonma-yon bo'laman degan. Endi men balkim noto'g'ri narsa kutgandirman do'stimdan ham. Menimcha do'stlikda, sherikchilikda biznes qilish bu yomon emas, lekin o'sha sherikdan yoki do'stingizdan manchalik jonini beradi. Chunki bu markaz boshidan men o'zimni tushuncham, o'zim qarashim, o'zim falsafam bilan yo'lga qo'yilgan va aynan shu yo'lda bu markazni rivojlantirish uchun u ham to'liq energiyasini bag'ishlaydi. Menday birday jon kuydiradi degan narsa noto'g'ri bo'lgan bo'lishi mumkin. Biznes sherikchilikda boshlangan taqdirda ham markazni masalan bilasiz, rasmiy hujjatlar qilganda ulush belgilash bo'ladi, necha foiz kimga tegishli. O'sha narsalarni bo'lishishda menimcha do'st bilan yoki o'sha sherik bilan o'tirib juda ham chuqur o'ylab ko'rish kerak. Kelajakda mana shunday bir qanaqadir vaziyatlarda ishga xalaqit qiladigan joylar paydo bo'lmasligi uchun. Men o'ylayman, boshida biz mana shularni ichiga kirib, masalan sherikchilikda ham bo'lib turib, ham ozroq boshlab turib, ichiga kirib hammasini ido kelishmasdan ish boshlaganimiz markazni boshida 1 yil, 1,5 yil ishini salgina ortga surganini evaziga men o'ylayman, mana shu bitta katta xatolarimizdan bo'lgan. O'quv markazi yuritishda qanaqa qiyinchiliklar duch kelishi mumkin? O'quv markazi yuritishda endi menimcha ko'p markazlar qiynalaydigani bu tajribasizlik bo'lishi mumkin. Ya'ni qanaqa dasturlar ish beradi, qanaqa dastur bilan o'quvchini qaysi manzilga, qaysi ballga olib borsa bo'ladi. Shu narsani oxirigacha tushunib yetmagan. Endi bu amaliyotda anchagina sinab o'tish kerak bo'ladi. Menda qulay bo'lgani bu, men o'zim masalan 2011-yil dars o'tishni boshlagan bo'lsam, o'sha o'tgan yillar davomida har xil kitoblarni sinab ko'rganman. Qaysi bir yaxshi ish berib, qaysi o'quvchilar natija bergan bo'lsa, xuddi o'sha kitoblarni olib biz o'zimizda o'quv markazida tatbiq qilganmiz keyinchalik. Ikkinchi masala bu HR masalasi, o'sha human resources deydi, kadrlar bilan bo'lish mumkin. Ya'ni kim nima? Bu yerda moliyaviy manfaatlar rol o'ynab qolishi mumkin. O'qituvchi ko'proq oylik xohlaydi, o'sha o'qituvchi ko'p o'quvchi bilan ishlaydi. Sizdan eng natija beradigan o'qituvchingizdan bittasi. Lekin siz xohlaysiz, menga qolsa hamma bu yerda nima deydi, minglab dollarlarda topsin pul, shunda o'quv markazi ham o'sha summalarda topgan hisoblanmaydimi? Hamma 5 ming, 10 ming topsin masalanda, lekin o'qituvchi ba'zida o'ziga mehnatiga ortiqcha baho berib, moliyaviy tomondan siz bilan konfliktga borishi mumkin.
man masalan boshliq rahbar sifatida qo'ldan kelgancha o'quv markazini marjasini buzmaydigan qilib imkon qadar oylik ko'tarishga harakat qilasiz, lekin agar undan ham balandrog'i talab qilinayotgan bo'lsa, iloji qolmaydi. Kelajakda men o'quv markazi qilaman degan ishongan o'qituvchilarim bor deganlarga ham men aytmoqchi bo'lgan maslahat, iloji yo'q u o'qituvchidan voz kechish kerak bo'ladi. Chunki uni bitta o'qituvchini o'sha manfaatini, konfliktini qondiraman deyish bu o'quv markazini manfaatini ikkinchi o'ringa surish bo'ladi. Bitta xatoni mana shu joyda xulosa qilib ketsak, birinchidan masalan o'quv markazi qilaman degan odam o'qituvchini, albatta o'qituvchilarni hurmat qilish kerak, doim mehnatiga yarasha qadrlash kerak, moliyaviy jihatdan ham. Lekin 100% ko'nglini qondiraman deb o'quv markazini reputatsiyasiga ta'sir qiladigan, o'sha finansiga ta'sir qiladigan qarorlarni qilmaslik kerak birinchidan. Chunki o'rnini bosib bo'lmaydigan o'qituvchini o'zi yo'q. Sekin-sekin yangi avlod kelaveradi, tarbiyalab hammasini joyiga qo'ysa bo'ladi. Ikkinchi kichik xato bo'ladigan shu narsadan qo'rqish. Ya'ni o'qituvchim ketib qolsa nima qilaman? Qo'rqish kerak emas. Chunki ba'zida siz kattaroq narsalarni niyat qilsangiz, nimalardandir voz kechishga to'g'ri kelishi mumkin yo'lda. Bizada shunaqa holatlar bo'lgan. Biz voz kechishga majbur bo'lganmiz birdaniga 2-3 ta o'qituvchidan. Va o'ylayman, u bizning ishimizda hech qaysi ma'noda orqaga tortmagan. Yanada yaxshi yuksalishga yordam bergan. Lekin biz o'sha o'qituvchilarni o'sha talabini qondiramiz desak, balkim ishga xalaqit qilgan bo'lishi mumkin edi. Tushunarli. Finansga xalaqit qilish mumkin bo'ladi, to'g'rimi? Zo'r. Ko'pchilik xohlaydi. Men o'zim ham o'quv markazi ochib yurtganman. Siz pandemiya payti rivojlanish boshlagan bo'lsangiz, men pandemiya payti nuqta qo'yganman o'quv markaziga. O'quv markazida, o'quv markazini rivojlantirishda lokatsiya qanchalik rol o'ynaydi? Lokatsiya bu eng muhim faktorlardan bittasi menimcha, chunki sizni o'quvchilaringizni yarmi aytaylik, men shu ustozdan o'rganaman, men shu joyga borib, shu joydan o'qiyman deb sizga sodiq bo'lsa, yarmi lokatsiya uchun kelish mumkin. Uyimga yaqin ekan, ishimdan chiqib kirishim qulay ekan yoki darsimdan chiqib o'tishim qulay ekan degan, yoki masalan men bu avtobusda borib kelaman, yo'lning ustida ekan. Ya'ni o'sha borib kelish osonligi tufayli bo'lishi mumkin. 100% o'quvchilaringizdan aynan mana shu masalan IELTS School'ni yaxshi ko'rgan, loyal man bu sodiq o'quvchilar deb kutish qiyin. Chunki qaysidir qismi sizni lokatsiyangiz uchun tanlab keladi. Lekin sizning lokatsiyangiz juda ham zo'r, sentrda, ham hokimiyat oldida, yo'l ustida, har tomonlama o'sha taksida o'tasizmi, mashinada o'tasizmi, do'stlaringiz bilan o'tasizmi, tepada logotipingiz IELTS School degan logotip har doim nima reklama bo'lib turadi-da. Sizni katta yutug'ingiz bo'lishi mumkin-da, to'g'rimi? Shu uchun ham o'ylayman, bizani o'quvchilarimizni bir yaxshigina qismi balkim lokatsiya uchun ham keladi. Endi lokatsiya bu chaqiruvchi faktor desangiz, ushlab qoluvchi faktor bu sizning dasturingiz, sifatingiz, qanchalik o'sha o'zingiz va'da qilayotgan darslarni yetkazib berib bilishingiz hisoblanadi. Ushlab qoluvchi faktor deyapsiz-da. Bu hozir Toshkentda ko'p ko'ramiz, o'quv markazlari neobishni qilib, svetlar yoqib qo'yib, dizaynlari ham zo'r qilib qo'yadi-da. Navoiyda bu qanchalik rol o'ynaydi? Ya'ni mana shu chiroyli atmosfera, chiroyli qilib tayyorlangan bu ham kerak, lekin bu asosiy narsa hisoblanmaydi. Chunki asosiysi bu o'quvchi masalan sinfga kirganda yoki joyga kelganda 2 soat darsda devor tomosha qilib ketmaydi-ku, to'g'rimi? O'qituvchini tinglaydi, o'qituvchi bilan qaysidir ma'noda o'zaro tushunchani yo'lga qo'yish kerak, o'qituvchidan o'rganish kerak. 2 soat shu bilan band bo'ladi o'quvchi. Endi shu jarayon asosiy hisoblansa, endi shu jarayonni bir priятныйgina chiroyli bo'lgan joyda bajarish undan ham bir qo'shimcha bonus bo'ladi desak bo'ladi. Zo'r aka. Xo'p, Navoiyda ko'p kuzatamiz. Navoiy hali juda ham rivojlanib ketmagan shaharcha desak ham, lekin o'quv markazlari bo'yicha raqobat kuchli. Xohlaymizmi yo'qmi, hozir Navoiyda marketing sferasi rivojlanishni boshladi. O'quv markazlariga qanchalik ta'sir ko'rsatyapti? Led oqimi, brend rivojlantirish bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarga, SMM bular bo'yicha siz qanaqa fikrdasiz? Yaxshi. Bu ham hozirgi paytda, hozirgi zamonda xoh qanaqa sizda bir biznes turi bo'lmasin, tadbirkorlikni olib borishni bir qismi deb hisoblayman. Bu ham juda muhim bo'lib boryapti hozir. Lekin xafa qiladigani masalan o'quvchilar xabardor bo'lmasligi mumkin, lekin ba'zi o'quv markazlari yolg'on marketingi. Mana shu narsa hozir o'ylayman dolzarb bo'lib turibdi. Chunki o'quvchilar
bu jarayondan o'tmaganda, masalan, 7 olgan xohlagan o'quvchini ushlab so'rang qancha vaqt ketdi deb 1 yil undan ko'proq muddatda aytadi. Lekin 7 olmagan, bu jarayonni boshidan o'tkazmagan odam 2 oyda 7 olamiz desa uchib boryapti-da hozir. Chunki u bilmaydi 7 olish qancha mehnat tashkil qiladi. O'shanaqa nima deydi, kontingentga yo'naltirilgan target bilan ba'zi o'quv markazlar yolg'on marketing, o'sha yolg'on va'dalarni berib o'quvchi yig'ib olyaptilar o'zlariga. Lekin umuman olganda marketing yuritish kerak deb o'ylayman. Har qanaqa tadbirkorlik turi ham va imkon qadar bu marketingda rostdan ham o'sha joyni, o'sha biznesni, o'sha o'quv markazini misol holatimizda falsafasini yetkazib beradigan, rostdan ham ular qilib beradigan ishni to'g'ri aksi bo'lishi kerak deb o'ylayman. Zo'r. Farruh aka, siz marketingga qancha summa ajratasiz? Yillik sarflaysizmi yo oylikmi marketingga? Sezonli. Sezonli. Marketing bo'yicha endi bizda hozir har oylik alohida qanaqadir rejada pul ajratilmaydi. Endi o'zi bizning asosiy o'quvchilar marketing orqali ham emas, asosan eshitib, bilib, qayerdadir natijalarni ko'rib, hamkorlar orqali bizda keladi. Hamkorliklar haqida gapirib o'tadigan bo'lsam, hozir IELTS School, IDP IELTS test markazini Navoiydagi to'g'ridan to'g'ri hamkor hisoblanadi. Ya'ni qaysi ma'noda sertifikatlar biz orqali o'tadi o'quvchilarga. Undan tashqari keyinchalik CD IELTS, mana kompyuterda ishlanadigan IELTS testlarning hammasi ham IELTS Schoolda bo'lib o'tadi. Bundan tashqari hamkorligimiz Yoshlar agentligi bilan bor. Ya'ni kim o'sha davlat dasturlari asosida o'qitib beriladigan o'quvchilarni chet tiliga tayyorlash bo'yicha biz yaqindan hamkorlashib kelamiz. Boshqa o'quv markazlari bilan ham bizning o'zaro nima deydi, memorandumlarimiz imzolangan. Ya'ni kim kelajak kasblariga birga tayyorlaylik degan. Aytaylik, boshqa o'quv markazlar IT dan tayyorlasa, boshqa o'quv markazlar qanaqadir tibbiy ko'nikmalarga o'rgatsa o'quvchilarni, biz ularni chet elda borib shu kasblarni bajarishiga ko'maklashish uchun chet tilini o'rgatamiz. Asosiy marketing biz uchun shu. Ya'ni ishonchli hamkorlarimiz borligi, ulardan bizga mana shu o'quvchilar oqimi kelib turishi va bizdan ham ularga borib turishi. Lekin masalan o'zini sezoni bor. Aytaylik, yangi o'quv yili boshlanishida yoki yangi yilni boshlanishida biz yilda 1-2 marta target yoqamiz Instagramda. Lekin asosiy bizning kontingentimiz bizga mehnatimizga ishongan, bizdan natija qila olaman deb shu yerda o'qishni xohlab kelgan o'quvchilar hisoblanadi. Nima uchun bitta filial? Hozircha shu filialni o'zida sig'im yetib turibdi, lekin mana hozirgi paytda sezyapmiz, ko'proq talab bo'lyapti. Endi nasib bo'lsa, shu 26-kalendar yil ichida shaharning o'zidan 2 va 3 filialni ochishni ham niyat qilganmiz. Zo'r. IELTS School qadriyati nima? Qadriyat endi bizda o'sha kelgan odam bilimli bo'lib qaytishi. Kelgan odam bilim olib, o'zi xohlagan joyda borib o'qishi, o'zi xohlagan ballni qo'lga kiritishi uchun nima qilish kerak bo'lsa, hammasini to'g'ri qilib yo'lga qo'yish, o'qituvchilarni rivojlantirish kerak bu uchun. Yoki dasturlarni yangilash kerakmi? Hammasi mana shu bir sog'lom, chiroyli ta'limga, ilmga asoslangan atmosferani ham o'qituvchilar, ham o'quvchilar orasida yaratib berish. Birinchidan. Endi shu borada balkim asosiy diqqatni o'quvchilarning ilm olishiga qaratganimiz uchun hammi hozirgacha ham anchagina bizlarni bitirgan, masalan, juda katta joylarda o'qigan shogirdlarimiz bor. Zo'r. Xususan oldinroq o'qigan, ismlar bilan aytishim mumkin. Fayoziddin Bahridinov, bu hozirda Amerikada o'zini biznesiga ega bo'lgan shogirdimiz. Bu dunyoda birinchi o'rinda turadigan Massachusetts Institute of Technology'da 2 semestrni o'qib turib, keyinchalik Bostonning o'zida boshqa universitetga ko'chirib o'qishini bitirdi. Dunyoning top 100 taligida kiradigan o'quvchilarimiz o'nlab, o'qiydigan ham, o'qib bitirganlar ham o'sha o'nlab bunaqa o'quvchilarimiz bor. Nafaqat u, balkim boshqa sohalarda ham mashhur bo'lgan o'quvchilarimiz, bitiruvchilarimiz bor. Misol uchun, hozirgi kunda o'sha entertainment, ya'ni show biznes borasida yangi chiqib kelayotgan guruhda o'sha qizlar guruhini solistkasi Farhodova Dinora ham aynan IELTS School'ni bitiruvchisi hisoblanadi. IELTSda necha olgan? O'zi Instagramda aytmagan ekan. Dinora esimda agar to'g'ri bo'lsa, yo 6,5 yo 7 olgan edi. U yuridik institutga kirishidan oldin. Keyin qo'shib ketdi. Keyinchalik bu faoliyat. Endi o'quvchilik paytida ham bu unda shu bo'yicha talant bor edi, ko'p chiqib nima qilardi. Endi aynan shu narsa o'zi ingliz tilini o'rganishga ham anchagina yordam beradi. Zo'r. Qo'shiqlar bilan, kinolar bilan. Aytaylik, shunaqa o'quvchilar 2 barobar kamroq mehnat qiladi, 6,5 olish uchun. Chem
tilga bu bitta fan deb qarab, uni orqasida madaniyat bor. Uni orqasida odamlar muloqot qiladi. Shu katta xalqlar bor, bundan muloqot uchun foydalanadigan deb qabul qilmasdan, kengroq nazar bilan tilni o'rganmasdan faqat kitobdan o'qib IELTS olsam bo'ldi degan o'quvchilar tirishib 5,5 olsa, o'shandan 2 barobar kamroq mehnat qilib, to'g'ri qarash bilan tilni o'rganib, qo'shiqlar bilan, kinolar bilan, qanaqadir dokumentarniy filmlarni tomosha qilib 6,5 o'rgansa bo'ladi, olib qo'ysa bo'ladi. Zo'r. Faqatgina endi o'quvchi o'zidan to'g'ri podxod berish kerak, tamom. Farruh aka, ko'pchilikka qiziq, ya'ni aynan o'quv markazi ochaman degan niyati bor insonlarga tavsiya bera olasizmi? Yaxshi niyat, odamlarga bilim olashaman, ilm ulashishga o'zimdan hissam qo'shaman degan narsa bu yaxshi. Lekin shu bilan birga qolganlarni manfaatini nimasidan chiqarmaslik kerak. Ya'ni sizda o'qituvchilar ishlasa, ularni manfaatini joyiga qo'yish kerak. Xodimlar bo'lsa, ularnikini. Maslahatim agar birinchi navbatda dasturni ta'minlash, ishlaydigan, haqiqatan ham ish beradigan dastur, aniq bir 3-4 yillik rejani oldindan qilish, nechta o'quvchi bilan boshlayman. 3-4 yildan keyin nechta o'quvchim bo'ladi? Hammasini oldindan dasturlab chiqish. Keyin albatta men bunaqa tushuncha bor. O'zbekchasida nima bo'ladi bilmadim. Точка безубыточности deydi. Ya'ni sizga zarar keltirmaydigan точка nima? Uni har doim siz bilishingiz kerak. Nech pul topsam, men zarar ham qilmayman, foyda ham ko'rmayman. Mayli, foyda ko'rmayman, lekin nech pul topsam minusga ham kirmayman. Men shu o'quv markazi yuritib degan narsani siz har oy bilishingiz kerak va o'shanga qarab finansoviy reja qilib borishingiz kerak. Ana shu точкani aniqlab, hamma kommunal, arenda hammasini hisoblab turib, oyliklar o'sha точкani bilib olish kerakda, o'sha точкаdan doim 50% plyus aytaylik, o'shanga qarab harakat qilish kerak. O'quv markazi qaysi darajaga yetganda avtomatlashtirishga tayyor bo'lish kerak bo'ladi? 200 ta o'quvchi deb o'ylayman. 200 ta o'quvchidan keyin avtomatlashtirish kerak bo'ladi. To'liq o'sha CRM tizimlarini yo'lga qo'yib, onlayn nazorat, monitoringlarni yo'lga qo'ysa bo'ladi. Ungacha o'ylayman o'sha undan kamroq o'quvchilarni o'sha eskicha o'zimizning uslubda Qog'oz daftar yuritib, shunaqa qilib o'tkazsa ham bo'ladi deb o'ylayman. Siz qancha vaqtda erishdingiz? 200 ta o'quvchigami? 200 ta o'quvchi. 200 ta o'quvchi bizada boshidan bor edi. Chunki aytganimdek o'sha menda oldindan ham o'quvchilar bo'lgan, oldindan ham 2-3 shogirdlar bo'lgan. Faqatgina bizning qilgan ishimiz o'quv markazi tashkil etishdan ham ko'ra ko'proq faoliyatimizni yana takomillashtirish. Ya'ni ikkita shogirdim bor, o'zim dars o'taman emas, men shu o'quv markazida dars o'taman. O'quv markaziga nom tanladik, joy tashkillashtirdik, lekin o'quvchilarning potoki bizada boshidan bo'lgan. Zo'r. Ingliz tilini ol, lekin madaniyatini olma degan fikrga qanday qaraysiz? Hozirgi yoshlarimiz qur'a ingliz tilini o'rganib, o'z ona tilini unutib qo'yadiganlarni ham ko'ryapmiz ijtimoiy tarmoqlarda. Endi bu har doim ham dolzarb bo'lib kelgan masala. Lekin men shunda o'qituvchilar biz asosiy kuch sifatida bu yerda o'quvchilar bilan o'sha suhbatlar o'tkazib tushuntirishimiz kerak. Madaniyatni olma degani nima o'zi? Madaniyatingni almashtirma ingliz tiliga degani nima? Men buni qo'llab-quvvatlayman. O'quvchi chet tilini o'rganish kerak, lekin o'zini tomirlarini esdan chiqarmaslik kerak. Ya'ni madaniyatini mayli olmasin, lekin tushunish baribir shart. Tilni o'rgangandan keyin o'sha madaniyat, dunyoqarashini tushunishimiz kerak. Mayli o'zimizga singdirib, buni har kungi hayotda tatbiq etmaylik, lekin tushunishga majbur bo'lamiz. Ba'zi o'quvchilar mana shu tushunishim kerak degan narsani keyingi darajaga chiqarib yuboradi-da, o'ziga qabul qilib, o'zini chet ellik deb tasavvur qiladi. O'zini hayot tarzini o'shanaqa g'oya, o'sha yod bo'lgan g'oya, yod bo'lgan tushunchalarda qurishni xohlaydi, lekin afsus bunaqa holatlar ham bor, lekin o'sha o'qituvchilar men o'ylayman agar bag'ri keng bo'lgan, madaniyatga nisbatan bag'ri kenglik boshqa narsa, uni to'liq qabul qilib ketish boshqa narsada. Bag'ri kenglik nima ekanligini yaxshiroq tushuntirsak, madaniyatini tushunib o'rgangin, lekin baribir o'zingni o'zbekligingni saqlab qolgin degan narsa menimcha to'g'ri bo'ladi. Shu. Farruh aka, o'zingiz haqingizda qisqaroq tanishtirib bering. Gurunglashamiz loyihamiz a'zolariga qiziqdi. O'zi balkim ko'pchilik buni bilmas, men shu Qiziltepa farzandiman. Qiziltepada tug'ilib, ma'lum muddat yashaganmiz, shahar ko'chib kelganmiz keyin. Maktab o'qishni shaharda boshlaganman. Birinchi 13-maktabda o'qigan bo'lsam, keyin 16, keyin oxir 6-maktab tugatganman. Undan keyin uydagilarning tashabbusi bilan ishlik, joylik bo'lasan deb endi baribir 2006-yillar haqida gapiramizda, hozir 2006-yillarda ingliz tilidan tirikchilik qilib bilasanmi, yo'qmi kerakmi odamlarga o'zi ingliz tili degan tushuncha bor edi. Shu sohada ketaman, shu chet tilini o'rganmoqchiman deganimda
ozgina ishonchsizlik bo'lib, meni majburlab medkollejda o'qitganlar. Farmakologiya yo'nalishiga, endi kelajakda balkim aptekada savdo qilasan, farmatsevt bo'lasan, shu soha san o'ylagandan ko'ra xavfsizroq deb. Endi kollejdan bitirib turib, lekin apteka bo'yicha biznes qilishga ruxsat bermasa kerak, unda faqat sotuvchi bo'lishingiz mumkin. Hech bo'lmasa shundan tirikchilik qilasan ertaga bir kun degan niyatda aytganlar. Lekin baribir to'xtatmadim, ingliz tili o'qishda davom etaverdim, qolgan fanlarimni ham o'qiverdim. 3-kurs bo'lganimcha, lekin repetitor qo'ymaganlar-da, shu kollejda 3-kurs bo'lgancha o'zim tayyorlanishga majbur bo'lganman. Oxiri keyin bosim qilaverganimdan keyin уже mayli endi deb, mayli borsang bor, imkon beraylik, agar o'qishga kira olmasang, keyin o'sha biz aytgan yo'ldan ketaverasan deb shart qo'yganlar. Eslayman juda ko'p, chunki o'sha paytlar repetitorga qo'ying deb yig'lagan paytlarim bo'lardi-da. Hozir hamma o'quvchi ham shunaqa emasda. Masalan, menga kerak, men o'qishim kerak, darsga boraman deb yig'lamaydi. Endi bizada o'sha paytda juda ham qattiq qiziqqanim, juda ham qattiq xohlaganim uchun ham bo'lgan shunaqa. Keyin ishonch oqlab, o'sha birinchi urinishda o'zida 2010-yilda Jahon tillari universitetiga o'qishga kirganman. 2004-yilda Jahon tillariga? kelib, 2004-yildan Navoiy shahrida qaytib shu faoliyatni boshlaganman. Undan keyin orada imkon bo'lib, mana grant bilan Amerikada bo'lib keldim. Massachusets shtatining universitetida. Undan keyin yana ikkinchi bor tashrif buyurish muvaffaq bo'ldim. U ham qisman grant bilan, bu safar Shimoliy Karolina universitetida bo'ldim. 2 marta borgansiz Amerikaga. 2 marta shu to'liq qoplanib beriladigan grant bilan borish imkoni bo'ldi. Juda ham ko'p tajriba orttirdim. O'ylayman, o'sha tajribani ko'pisini biz hozir markazda ham tatbiq etganmiz. O'sha ishlatgan kitoblarimiz, orttirgan malakalarimizni o'qituvchilar bilan shu yerda ham bo'lishamiz va shu bilan bevosita ularni ham o'zini kasbiy rivojlanishiga yordam berib kelamiz. Zo'r. Farruh aka, ingliz tilini o'zi qayerda o'rgangansiz? Kim sababchi bo'lgan? Ingliz tilini o'rganishimga ko'pchilik o'zi sabab bo'lgan, lekin birinchi esimda bo'lgani bu birinchi sinfda bizanikida qarindoshimiz turardilar. Xolavachcham deydimi. Shu kishida angliyskiy язык для детей degan kitob bo'lardi. U 1998-yil ekani. Birinchi sinfga borgan paytimiz. Men endi uyda juda ham bekor bo'lganim uchun har zamon shu kitobni olib, 2-3 so'z yodlab qo'yardim. Xotiram yaxshi edi. Hozir ham yaxshi, Xudoga shukr. Bir kun qaytib keldilar, mashq qilib kitob bilan ishlab turganlarida aytib yordamlashturdimda, bu bunaqa degan, bu bunaqa degan deb. Keyin, "Sen tilga qobiliyating bor ekan-ku" degan shu 2-3 og'iz shu nima deydi, rag'batlantiruvchi, ruhlantiruvchi so'zlar bilan men har kun so'z yodlashga, o'qib ko'rishga qiziqaverganman-da, ko'proq o'rganishim kerak ekan. Endi bu o'yin-o'yindan boshida bo'lgan. Lekin shu 8-sinflarimda men chuqurroq shug'ullanishni boshlaganman ingliz tili bilan. Olimpiadalarda qatnashishni boshlaganman. Ungacha ham, lekin ungacha o'sha vaqt atrofida Navoiy shahrida kabelli televideniyalar paydo bo'ldi. Biz kabel uyga ulatdik. Bu bilan bizada MTV, yana boshqa o'sha xalqaro Viva musiqa kanallari paydo bo'ldi. Undan keyin o'sha inglizcha qo'shiqlarni eshitib, yoqtirib, tushungancha yozib, tushunmaganini taxmin qilib ko'rib, aytishga harakat qilib, undan keyin internet chiqqandan keyin so'zlarni olib, qayta-qayta ular bilan o'qib o'rganib, shu bilan ingliz tiliga qiziqish kuchli bo'lgan. Lekin o'zi aslida ingliz tili nimaga kerak menga deb qaror qilganim ham, men elchi bo'lishni orzu qilganman. O'zbekistonning qaysidir davlatdagi elchisi bo'lsam deb, yoki hech bo'lmasa men shunaqa konsulstvalarda ishlashni men xohlardim. Tarjimon bo'libman, yoki elchixonada qanaqadir xodim bo'libman, chetda mana shu diplomatik yo'nalishda ishlashni juda doim orzu qilganman. Shuning uchun ham til kerak deganiga ingliz tiliga ham qiziqqanman, ham shu tomondan motivatsiya qo'yganman. Hech kim mana shu institutni bitirganimda ham o'qituvchi bo'lgim kelmagan ochig'i. Chunki unda ham izlab ko'rganman ish boshqa sohalarda. Qanaqadir xalqaro tashkilotlarda ishlarman balkim. Bo'lmagandan keyin shu mayli o'qituvchilik qilib turaylik baka deb repetitorlik qilib turganman, keyin qarasam yomon bajarmayman. Juda ham stressli ish emas men uchun. Chunki men o'zi bilim berishda, men yoshlar bilan ishlashni ham yoqtiraman. Shu bilan mayli davom etaveraychi deb qolib ketgan. Shu bilan shu faoliyat bilan hozirda ham shug'ullanaman. Jiddiyroq, qattiqroq kirishib, mana bunaqa bir chiroyliroq qilib jarayonlarni yo'lga qo'yishga harakat qilganmiz. Bilgan bilimimizni, malaka ko'nikmalarimizni qolgan shogirdlar bilan ham bo'lishaylik deb, mana hozir endi o'sha aytganimizdek
20ga yaqin, 20 atrofida shogirdlarimiz o'zimiz bilan birga ishlaydi. Yoshlikda qanaqa ko'nikmalar paydo bo'lgan sizga? Aynan nima uchun? Faqat ingliz tilini o'zini tayyorlaganmisiz? Sport, boshqa hobbi, qiziqishlar bo'lmaganmi? Mm. Ular qanaqa bo'lgan sizda? Boshqa bolalar ko'ramiz, ham sportda ham qiladi, ham o'qiydi, ham IELTS oladi. Sizda u qanaqa o'tgan? Manda yoshlikda asosan shu dars bilan, ish bilan o'tgan. Chunki 7 sinfda men adashmasam, endi bir kichkina do'kon tashkil qilganmiz. O'shanda xohlaymanmi yo'qmi savdo qilishga tushiraverardilar-da. Borib soat mana shundan mana shungacha ishlaysan, o'shanda savdo qilasan deb. Ham savdo qilib, ham dars qilishga imkon topib o'sha payti ishlashga ham majbur bo'lganmiz. Undan tashqari o'qishlar, repetitorliklar, bo'sh vaqtda keyin sport bilan shug'ullangan paytlarimiz ham bo'lgan. To'garaklarga qatnaganmiz, mahalla uchun futbol o'ynaganmiz har xil chempionatlarda. Yoki boks bilan shug'ullanganman. Ularga ham vaqt topilgan, lekin asosiy vaqtim mana shu nimada, dars bilan bo'lib qolgan. Ingliz tiliga bo'lgan. Ha, chunki juda ham qiziqardim. Shug'ullanishni o'zim yoqtirardim. O'qituvchimiz masalan o'sha payti bersalar bitta vazifa, men bitta bilan qoniqmasdim ochig'i. Menga kamida 5-6 ta vazifa kerak edi. Shuning uchun ham bozorga chiqib aylanib, qanaqa kitob topsam, olib kelib testlarini ishlab, mashqlarni bajarib, qo'shimcha ko'proq ishlashim kerak, o'rganishim kerak deb yurardim o'sha paytlarda. Mani eshitishim bo'yicha ukangiz Lazizbek yoshligingiz haqida gapirib berdi-da. Maktab paytlari yoki ingliz tilini tayyorlanayotgan paytlari daftarlari bo'lardi. Eminem reper qo'shiqlarini eshitib, tinglab, keyin o'zidan she'rlar to'qib, rep aytib yurardi yoshligida derdi. Shu haqida nima deysiz? Endi o'sha aytganimdek, bu meni hobbilarim bir qismi edi. Chunki yoshlikdan o'zi qo'shiqlarni yoqtiraman. Internet paydo bo'lgandan keyin qo'shiqlarni o'zimiz ham bemalol mana bunday yuklab olish imkoniyati paydo bo'ldi bizada. Yuklab olib, qo'shiqlarni so'zlarini yuklab olib, ularni mashq qilib, kezi kelganda o'sha kollej o'qigan bo'lsam, kollejda, universitetda o'qib yurgan paytlarim universitetda ham bayramlarda chiqib, inglizcha shu rep qo'shiqlar aytib, nima deydi, bir davrani qizitishga harakat qilardik. Lekin yana bitta o'sha daftarlar degani to'g'ri, menda juda ko'p bo'lgan. O'tirib, masalan, remake deydi buni, olib, musiqasini, o'sha tempini olib turib, boshqa so'zlarni yozish o'rniga, boshqa so'zlarni yozib turib, ko'rishda qani men o'zimni variantim qanaqa chiqadi degan. Bular ham juda katta hissa qo'shgan meni ingliz tilini o'rganishimga. Men hech qachon o'zi ingliz tilini pul uchun o'rganmaganman-da. Ertaga mana shundan pul ishlasam bo'lar ekan deb. Ba'zi shogirdlar ham ishlaganimizda maslahat beraman. O'ylama pul haqida. Prosta o'zing yaqinda o'yla, o'zing yoqtirgan ishni qilgin, o'zi pul keladi deyman-da. O'sha paytlari ham masalan men qanaqadir kasbda kerak bo'ladi deb qilmaganman, uni tushunib ham yetmaganman. Lekin bilaman shu hozirgi paytda o'shandan o'rgangan juddalarim ko'p narsalar meni o'zimga asqotadi. Ishimni yaxshi tashkil qilishga ham, o'zimni bilimim jihatidan ham juda ko'p narsalar o'sha paytda asqotadi deb o'ylayman. Lekin haqiqatan ham tinimsiz o'zim ham inglizchada replar yozib ko'rib, musiqalarni ko'chirib turib, shu remake'lar qilgan paytlarim bo'lgan. Tomoshabinlarga qiziqdan, shu hobbingizdan ozgina ijro qilib bersak nima deysiz? Balki qanaqadir ular uchun motivatsiya bo'lishi mumkindir. Men Eminemni nimasidan, o'sha qo'shiqlaridan bitta parchasini aytishim mumkin. Keyin ko'ramiz, tomoshabinlar qanaqa o'zlari topa oladilarmi? Qaysi parcha? But for me, a rap like computer, it must be in my jeans. I got a laptop in my back pocket, my pen gov when I health cocket. Got a fat mouth for net rap profit. Been living in the killing off it. Ever since Bill Clinton was still in office. With money in the wings, feeling honest. Not like I'm still as honest. Mana shu parchani balkim tomoshabinlar qaysi qo'shiq ekanligini topib ko'rsa, so'zlaridan kelib chiqib, endi tan olaman, oxirgi paytlarda bu narsaga uncha ko'p vaqtim yo'q, lekin har zamon o'sha baribir kichik bir hobbilarimdan bittasi bo'lib qolgan. Ba'zi o'quvchilarning o'ziga dars payti bitta yarimta o'sha bilgan replardan o'qib beraman. Rep yodlasa yoki rep aytib yursa, xuddi sizga o'xshagan hobbi egalari o'zidan nima shakllantiradi? Endi agar mana shunaqa qo'shiqlar bilan ingliz tilini o'rganaman desa, birinchida talaffuzini yaxshilaydi. Chunki ularni o'qiganda ular bilan bir xil talaffuz qilaman deb bevosita o'zi talaffuzi shakllanib boshlaydi. Ikkinchidan aytish mumkin so'z boyligi. Chunki baribir xohlaydimi yo'qmi so'zlar bilan ishlaydi, tarjima qilib ko'radi, ma'nosini tushunishga harakat qiladi. Uchinchidan qo'shiqlar bilan ingliz tilini o'rganishda eng yaxshi tomoni bu, balkim bu birinchi o'rinda yaxshi tomoni,
o'quvchilarda o'sha inglizcha intonatsiyani hosil qiladi. Hmm. Ya'ni o'quvchilarni biz ba'zida ko'ramiz, gapirmoqchi bo'lsa, o'zbekcha urg'uda inglizcha gapiradida. Xuddi anavi aytadi-ku, come on degan, qo'ysang-chi degan. Balkim inglizcha qo'shiqlardan iboralar o'rgansa, ularni intonatsiyasida, ularni talaffuzida o'shani aytadi. Endi bu juda ham muhim. Bitta tilda o'sha poetic, musical chiqishi uchun gapirganimizda o'sha ularni intonatsiyalarini o'rganish muhim. Qo'shiqlar, kinolar shu narsaga juda katta yordami tegadi. Buni endi shadowing deydi. Men ochig'i o'zim shadowing bo'yicha ozroq skeptikman. Lekin qo'shiqlar bilan qilsa, o'zi xohlab, majburan shadowing mani takrorlashim kerak, eshitib bularni ketidan takrorlab ko'rishim kerak degan narsadan uncha naf chiqmasa kerak. O'ziz qiziqqan kontent, o'ziz qiziqqan qo'shiqlar bo'lsin, kino bo'lsin, farqi yo'q. Ulardan ma'no chiqishi mumkin. Xo'p, jahon tillarida o'qib yurgan paytlaringiz dars berganmisiz? Men birinchi kursligimni oxirida dars berish boshlaganman. Bitta o'quvchi bilan individual dars bo'lgan. U ham meni o'zimni o'sha birga o'qiydigan o'rtog'imni jiyani bo'lgan, iltimos qilib o'rgani uchun dars berganman. Ungacha lekin ochig'i endi tirikchilik qilish kerak edi. Bizada uydan chiqarib yuborilganda sen kontraktga kirib qo'yding. O'qiyman desang, bitta shart bilan kontraktingni to'layman, lekin yurish-turishing, yashashing, yeb-ichishing hammasini o'zing bo'yningda bo'ladi deganlar 76 ming so'm stipendiya olardik 2010-yilda. 76 ming so'm. Bir oyga 76 ming so'm pul berardi. U yetmaydi tabiiy, bu Toshkent. Hozirgi paytga endi 300-400 ming so'mga to'g'ri kelganda ham bitta odam hozirgi paytda ham 300-400 ming so'm Toshkentda Bir manimcha haftaga ham yashay olmaydi. bormaydi. O'sha uchun ham majbur bo'lardik chiqib ishlashga. Undan oldin men shu to'yxonalarda shu yordam mana bu dasturxonlarni tashkillashtiradigan Ofitsiant bo'lgansiz. endi g'ildirak derdi o'sha payti. G'ildirak? Ya'ni yugurib xizmatni qilib yuradigan bolalar. Sahar turib dam olish kunlari ayniqsa borardik. Bo'lmasam Sergeli moshin bozorida suv sotib, bo'lmasam o'sha mahallani ichida biror qora mehnat bo'lsa ham beton qo'yish kerakmi, devor yiqitish kerakmi, yigitlar bilan chiqib ishlayverardik xullas, tirikchilik uchun. Maqsadga erishish uchun yo'l tanlamagansiz. Yo'q, chunki endi yo'l tanlaydigan o'zi sharoitda ham bo'lmaganman-da, chunki bizga pul kerak. Uydan berilmayman degandan keyin sharoitni ko'rishimiz kerak. Bittaman emas, endi unaqa 10-15-20 ta yigit balkim bor edi biz bilan o'qiydigan, muhtoj bo'lgan. Lekin men nimaga aynan dars o'tishni keyinchalik tanladim? Chunki men biror joyda borib, masalan, qora mehnat qilsam, bir kunda 25 ming 30 ming topardim. Lekin birinchi marta shu individualni o'tib boshlaganimda ham bitta darsimga ham 25 ming 30 ming olardim. 1 soat, 1,5 soat, juda bo'lsa 2 soat mehnatni evaziga. Yana bu ma'noliroq ish deb hisobladim. Borib biror joyda mayli endi u hamma ishni ham o'ziga yarasha jamiyatga hissasi bor, lekin bu ko'proq hissa beradigan, bilim berish bu, ilm berish bu o'zimga ham zavqliroq bo'ldi. Chunki jamiyatga yaxshiroq hissam tegarkan, shunaqa qilsam deb. Keyinchalik sekin-sekin mana shu bitta o'quvchini feedback, o'sha otzivi yaxshi bo'lgandan keyin sheriklari kelib, undan yana ko'proq o'quvchi kelib, shu bilan men ozroq dars berishga kirishib ketganman. Zo'r. Birinchi dars berganingizda darajangiz necha bo'lgan? Unda meni IELTS'im yo'q edi, chunki u payt deyarli hech kimda ham IELTS yo'q edi. IELTS bu kamyob narsa edi. 2011-yillarni o'sha 11-yil atrofi bo'lsa, bilmadim, endi 6 bo'lganmi, 6,5 bo'lganmi o'sha paytlar IELTS bo'yicha hisoblanganda. Qiynalgan kunlaringiz gapirib bersangiz, o'sha o'qish jarayonlaringizda yoki dars o'tganingizdami, qanaqadir hikoyalar bo'lganmi? Tomoshabinlarga qiziqdi. Menda Toshkentda shu talabalikni 1-2 yillari qiyin o'tgan. Chunki shaharga moslashish kerak. Yo'l-yo'riqni o'rganish kerak. Men ungacha mustaqil yashamaganman-da. Menga qiyin bo'lgani mana shu endi birinchi navbatda ko'pchilik viloyatdan kelgan studentlarda bo'ladigan narsa bu yeb-ichish. Och qolgan paytlarimiz ko'p bo'lgan. Hozir hammamiz ishimiz yaxshi, lekin o'sha jamoani eslasamda bir urganchlik xonadoshim birga yashaydigan. Uni ham ishi hozir juda yaxshi. Yana bitta xonadoshimiz hozir bilimlarni baholash agentligida ishlaydi, oldingi DTMda. Uni ham ishi juda yaxshi. Lekin uchalamiz ham shunaqa bir holatda bo'lgan paytimiz bo'lganki, bitta roltinga, bitta buxanka nonga yetadigan pul chiqqandi. Uchalamizdan ham ujinga borib bitta o'sha roltinni olib, bitta buxankani olib, kosachada tayyorlab 3 ga bo'lib yeganmiz. Hozirgacha ham ba'zida eslaymiz. Shu darajagacha
pulimiz tugab minusga o'tirib qolganmizda. O'qiyman deb. Ayniqsa sessiya atrofida bizada shunaqa holatlar ko'p bo'lardi. Hazillashib bir-birimizga bugun obed yeymizmi desa, kecha yedik-ku, bugun bir amallaymiz deb. Chunki bilasizlar sessiyada bu payti pul bilan yopiladigan joylari bor edi, rasxod qilinadigan joylari bor edi. Uni yopmasa ham bo'lmasdi. Undan tashqari yana shunaqa paytlar bo'lganki, yotoqxonada turganimizda yigitlar 4-etajda tursa, qizlar 3-etajda, shunaqa отдельно etajda edi. Qizlarni oshxonasiga kirib, xolodilnigidan narsa olib chiqib ketadigan paytlarimiz bo'lardi. Bir kun qizlar tuxumbarak pishirgan ekanlar. Biz endi hazillashib tuxumbarakdan bermaysizlarmi dedik. Kerak bo'lsa kelib olib ket dedi. Majbur tushib, endi ochlikdan o'sha borib tuxumbaragini ham o'g'irlab kelganmiz. Juda yoqib tushgan bo'lsa kerak-da. Lekin qaytarganmiz keyin, chunki shov-shuv bo'lib, ham o'yin, ham hazil tariqasida, lekin rostdan ham mana shunaqa o'sha paytlarda qo'llab-quvvatlagan hamma qizlarga rahmat deyman, chunki kuzatayotgan bo'lsalar sizlarga kattakon rahmat. Chunki ba'zida o'zlaridan bilib, "Mana bilaman sizlarda baribir yeb ichib yurganlaringiz yo'q, mana ovqat chaqirdik, yeb olinglar" deb bo'lishadigan paytlari ham bo'lardi. Yotoqxona hayoti menimcha shunisi bilan shirin edi. Chunki bitta odam osh qilganini ko'rsangiz, hamma qoshiq olib o'shaning xonasiga borib, o'sha osh pishiradigan yigitlar oshxonada pishirmaydigan bo'lib qoladigan paytlari bo'ladi-da. Keyin xonasida bir amallab pechgacha yoqib, yashirincha pishiradigan paytlar bo'ladi. Chunki yotoqxonada hamma bir kishi uchun, bir kishi hamma uchun mana shunaqa bo'lib ketib qoladi-da. Qachon pul topishni boshladingiz dars o'tishda? Endi 4-kurslarimda bo'lsa kerak, chunki 3-kursda ham endi uyga ham pul jo'natgan paytlarim bo'lgan, shu kontraktga yordamlashish maqsadida. Undan tashqari shu kvartiraga pul to'lardik, yeb-ichish, boshqa nimalarga sarflardik. 3-4-kurslarimda men Toshkentda yashayotganimni his qilib boshlaganman. Chunki har xil ko'ngilochar joylarga borishga pulim bo'lgan o'sha. Yoki biror joyda o'tirib sheriklarimiz bilan ovqatlanishga. Endi 1-2-kursda men deyarli unaqa narsaga pulim bo'lmagan. 3-4-kursda haqiqatan ham Toshkentning ko'proq joylarini ko'rib, aylanib, ko'proq nima deydi, o'zim uchun yaxshiroq kashf etganman. Aynan mana shu ko'proq pul topganim evaziga. Shu talabalik davrida, boya aytdim, yotoqxonada hamma bir kishi uchun, bir kishi hamma uchun deb. Payti masalan biror kishiga posilka kelib qolsa, butun yotoqxona talagan payti bo'lsa, lekin o'sha bitta o'quvchini boshiga kulfat tushgan kuni butun yotoqxona ham borib oladi-da. Yordam berishga. Misol uchun, kechda futbol ko'rib o'tiribmiz yigitlar bilan. Qizlar kelibdi-da aytibdi, "Sizlarning yotoqxona", bizning yotoqxonamiz mahallani ichida bo'lgan. Toshkentda o'sha Reshetova ko'chasi edi. O'shanda mahalla o'rtada bizning bitta o'sha institut yotoqxonasi bilan turardi. Literaturni desa hozir ham ko'pchilik biladi. Keyin mahallamiz o'sha yotoqxona, umuman universitet territoriyasida juda ham ko'p mahallani yigitlari, o'sha toshkentlik mahalliy yigitlar yurardi. Bizning yigitlardan bittasi bilan gapi kelishmay qolib, urush boshlagan ekanlar. 4-5 kishi bo'lib urganlar. Buni bizning yotoqxonadan qizlardan bittasi ko'rib qolib, kelib, "Sizlarning yigitlardan bittasini uryapti jo'rlarsiz xullas" dedi. Naski ham yo'q, o'zi sovuq payt edi. Oyoqda shipakchani kiyib yugurib chiqib ketganman. Hammamiz chiqqanmiz. Qarasak, o'sha talpa mahalla bachalarini bizanikilar aralashib ketib, ura-sol bo'lib, o'qituvchilar ham yotoqxonadagi navbatchilar aralashgan. Kimdir o'qituvchini ham urib yotibdi o'zimiznikilardan, chunki hech kim tanimaydi-da. Shunaqa urush bo'lgan paytlar bo'lgan. Mana shunaqa qo'ldan kelgancha yordam berganmiz. Bizlardan endi o'quvchilarni lablari yirtilib ketgani bo'lgan. Oxiri lekin yaxshilik bilan, baribir tinchlik bilan tugagan. Endi shunaqa bir xavfliroq mahalla edi o'zi, chunki kechlari yotoqxonalarga toshlar otib derazalarni sindiradigan holatlar ham ko'p bo'lardi. O'sha payt ham masalan o'quvchilar bilan urush bo'lganda ham pichoqlar chiqarib, suyamangacha borganlari ham bo'lgan. Endi bosti qilingan baribir. Lekin yotoqxona hayoti balkim shunisi bilan ham yaxshi. Hamma o'zini bir-birini qo'ldan kelgancha podдержка qiladi. Men o'ylayman, studentlarga ham maslahat beraman. Toshkentga o'qishga borganda yashash kerak. Hech bo'lmasa 1 yil yotoqxonada yashash kerak. Shunda mana bunaqa oqibat nima bo'ladi? Bir-birini podдержка qilish nima degani, xoh ko'chada, xoh o'qishda bo'lsin. Shular bo'yicha anchagina tarbiyalaydi. O'ziga yarasha tarbiyaviy muhiti ham bor yotoqxonalarda. Zo'r aka. Ko'pchilik akalarimiz bilamiz, katta-katta institutlarda o'qiydi, lekin Navoiyga qaytib keladi-da, o'zining sohasi bo'yicha emas, boshqa soha bilan tirikchilik qiladi. Dastlabkori o'sha bo'lib qoladi. Siz nima uchun qaytib keldingiz? Toshkentda payti propiska masalasi bor edi. Biror joyga ishga kiraman desa propiska bo'lishi kerak. U menda yo'q edi. Keyin
Ochig'i o'quv markazlarida ham ishlab yursam bo'lardi, dars beraman deb, lekin o'zim xohlamadim uncha. Taroziga qo'yib ko'rib, Navoiyga qaytib 1-2 yil ishlagach balkim keyin chetga o'qishga ketaman degan niyatda qaytib kelganman, lekin shu bilan mana ishlarimiz shunaqa ketdi. Xudoga shukr, hozir hammasi yaxshi. Baribir o'zim katta bo'lgan joy. Hozir ham juda ham xursandman qaytib kelganimdan, shunaqa qaror qilganimdan, chunki o'zimni jamiyatimda necha yuzlab, balkim minglab yoshlarni o'qitishga hissamni qo'shib bildim. Men o'ylayman, mana shu qilgan ishim o'zim katta bo'lgan joyga qaysidir ma'noda o'zimni hissamni qo'shib bildim, yordamim tegdi o'zimni katta qilgan odamlarga, o'zim katta bo'lgan joyga deb o'ylaymanda. Navoiyda turib ham dunyoni kezsa bo'ladi. Nechta man borman yoki boshqa o'qituvchilar bor, Navoiydan man taniyman. Juda ko'p o'qituvchilar, juda ko'p boshqa soha odamlari. Necha o'nlab joylarga masalan dunyoni borib ko'rganda. Sayohatga borgan. Men o'ylaymanki, shu odamga kattaroq bir mas'uliyat hissi kerak bo'ladi. Qanchalik shu chetda yashashni xohlamasin, baribir shu o'zim bo'lgan joyda bo'lay, shu yerda hissamni qo'shay, shu yerni biza ko'taraylik, yaxshilaylik deb o'zini fidolikka shu chorlashigada. 2014-yil qaytib kelgan bo'lsam, 5-6 yil shu repetitorlik qilib o'quvchilarni tayyorladik-da, 2021-yildan, 20-yil, shu 21-yildan o'quv markazi qilib o'tkazishni qaror qildik. O'quv markazi tashkil qilib, mana shu paytgacha faoliyat yurib kelamiz. Zo'r. Shu 4 yil ichida mana o'qishdan qaytib keldingiz. Navoiyda nimalar qildingiz? Navoiyda men o'qishdan qaytib kelgandan keyin bitta qilgan o'zgarishim, menimcha, bu ham juda meni boshida xafa qilgan narsa bo'lgan. Birinchi bo'lib o'sha mendan tashqari bitta yo ikkita odam bor edi, yo o'ta olardi, yo o'ta olmasdi. Bitta bilganim, yaxshi menimcha reputatsiyaga ega o'qituvchi bu Asror aka Toshev bor edilar. Men u kishini yoniga qanaqadir bir variant sifatida qo'shildim-da xalq uchun. Mana IELTSga tayyorlanaman desa yo'q edi. Chunki hamma yotib olib grammatikani o'rganardi. Shunday edi. Grammatikani o'rganadi, 36 dan 36 ta ishlaydi, lekin sinfga o'tirib o'zing yaqinda ikkita ingliz tilidan gapir desa hech narsani gapira olmaydi. Lekin ularga chiqqandan keyin nima kerak ularga? Gapirish kerak. Inglizchani gapirib tushunib bilish kerak, muloqot qilish kerak. Umuman noto'g'ri o'qitilardi-da. Shu narsa meni xafa qilardi. Qaytib kelganimda meni Navoiyga qaytib kelishim ham shu O'zbekistonda chet tilini o'qitishga bo'lgan e'tiborni oshayotgani, tartiblar, standartlar o'zgarishi bilan qanaqadir bir paytda bo'lganda, men o'ylayman shu qanaqadir to'g'ri kelgan, shu Navoiyga ham menga o'xshagan odam kerak bo'lgan. Yangicha o'qitib biladi. Kerakli o'sha to'g'ri maqsadga qarab yo'naltirib biladi degan. Chunki hammada grammatika edi. Hamma grammatikaga tayyorlardi. Litseyda birinchi ish boshlaganimda men masalan o'quvchilarga so'zlar yodlatib, insho yozishni o'rganaylik deb gapirtirib, bir proyektlar qilib biz ingliz tilini o'rgansak, menga yonimga kelib o'qituvchilar "Sen o'zingcha bunday qilasanmi? O'qitsang bo'lmaydimi grammatikangni normalni qilib" deb aql o'rgatadiganlar ham bo'lganda. Shunda ham men endi "Davaychi men sizlar ishlaringizga aralashmayman, sizlar menga aralashmanglar. Hamma o'zi xohlagancha dars beradi" deb qat'iy qolganim, vaqt o'tishi bilan ular o'zi nohaq gapirganini isbotini topdi. Chunki bu katta o'zgarishlar men qilmadim, bu meni davlat o'zi tushunib yetgandi. Ingliz tilini, umuman chet tillarni mana bunaqa yo'nalishda o'qitishimiz kerak. Sertifikatlash degan narsani yo'lga qo'yishimiz kerak. Voz kechaylik endi eskicha unaqa grammar drilling degan narsalardan debdi. Men o'ylayman, eng katta qilgan xizmatim o'sha mana shu o'zgarishlar bilan hamohang bu yerga kelib qolib, o'shalarni yanada yaxshiroq tatbiq etishga ham litsey darajasida, ham repetitorlikda foydam tekkan deb o'ylayman. Menda 2014-yil universitetni bitirib kelganimda Navoiyga men birinchi litseyda ishlashni xohlaganman. Hozir meni Navoiy davlat universiteti huzuridagi litsey hisoblanadi. Keyin yana bir qiziq bo'lgan narsa, bu 2014-yilda o'sha jahon tillarini tugatib kelganimdan keyin o'zi birinchi litseyda ishlash niyatim bo'lgan. Sababi uyimga yaqin joyda edi. Keyin o'qituvchilarning ba'zilarini tanirdim. Reputatsiyasi haqida yaxshi ma'lumotga ega edim. Ish so'rab borganimda rezyume berganman. IELTSim 7 ligini aytganman 2014-yilgi holatda. Endi u payt uchun IELTS 7 o'zi birorta o'qituvchida IELTS degan narsani o'zi yo'q edi Navoiyda. Men bilishimcha, men bilmagan o'qituvchida kimdadir bo'lgan bo'lsa, uzr so'rayman. Lekin 7 biror kishida bor emas edi. Shuni aniq bilardim. Borib masalan litseyda shu rahbar bilan gaplashgan paytim rezyumelarimni berib, menga bir qanaqadir test berdilar. Ochig'i IELTSga shug'ullanib yurgan, IELTSga tayyorlanib yurgan o'qituvchi uchun u test xuddi bir boyagi semichkaday narsa edi, cho'qib tashlashga. Men endi ishlagancha ishladim. Bu joyini ishlamayman dedim, chunki bu yosh bolalar uchun beriladigan menimcha reading bu. Agar ingliz tili o'qituvchisi bo'lsa tushuntirib berardim dedim. Lekin u kishi qanaqa tushunganlar? Men IELTS 7 bor-ku. Prosta shu darajagacha hali bizada bu tomonda IELTS bo'yicha odamlarda tushuncha bo'lmagan.
u kishi uni e'tibor ham bermaganda. Hmm. 7 olish qanaqa mehnat o'sha payti. E'tibor ham bermay, bo'ldi bo'lmasa yaxshi ishlab biror joyda normalniy bo'lib ketsangiz ishga olamiz deganlar-da. Men indamaganman, mayli deb. Endi u kishi o'ylaganlar men bu testda ishlamayman chunki bu yosh bolalar uchun beriladigan test bo'lsa kerak, darajasi oddiy-ku bu deganimga ishlay olmay bahona qilyapti deb o'ylaganlar-da. Qancha yonida ayilishim 7 turibdi o'sha yerda. Keyin biror joyda ishlab yaxshi bo'lib ketsangiz, keyin o'zimiz chaqira olamiz deganlar. Bu iyulda bo'lgan gap. Men sentyabrdan o'zi 2-litseyda ish boshladim. Hozir men Gorniy instituti huzuridagi 2-litsey hisoblanadi. Litsey hisoblanadi. Oktyabrdan chaqirishni boshladilar. Lekin уже kech edi. Chunki men o'sha oldinga maqsadni qo'yib, bu joyda ishlab, bu tomon bilan va'dalashib bo'lgan edim. Balkim shulardan o'rganganman. O'qituvchilar qanaqadir bir ambitsiozni kelib qolsa, o'zimnikini o'tkazaman emas, eshitaychi buni, nima deydi? Qanaqa talantini menga yetkazmoqchi? Qanaqa qobiliyatini ko'rsatib bermoqchi menga deb o'qituvchi ishga olishdi hozir. Balkim shu ham menga bitta dars bo'lgandir. Qanday qilib o'qituvchini ishga olmaslik kerak bo'yichada nimalarga e'tibor berish kerak ishga olayotgan payti deb. Tajriba bo'lganda. Men juda ham bir nima deydi, hafsalam pir qilgan. Chunki juda ham xohlagandim shu yerda ishlashni. Lekin hozirgi joyda ishlaganim, o'sha joyda obro' topganim, mana kollektivimiz juda ham chiroyli jamoa. Men hammasi shunday shakllanganidan xursandman. Misol uchun siz bilan ishlaganmiz, ancha vaqt ishladik. Haqiqatdan o'sha aytilgan gapingizga javob bergansiz, misol uchun aytyapsiz, o'sha narsani qilgansiz. Tajribam, o'sha ko'nikma sizda qachon rivojlanishni boshlagan? Endi hamma ham o'zini qo'lidan kelgancha baribir narsalarni va'da beradi, o'zini qo'lidan kelgancha aytganini qiladi. Balkim menda ham bo'lgandir vaziyatlar, bilib bilmay bir nimani aytib bajara olmay qo'ygan paytlarim bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin imkon qadar bir narsani aytaman va va'da beramanmi, o'shani o'zimni zararimga bo'lsa ham qilib berishga harakat qilaman. Bu narsaga eng katta hissa qo'shgan men o'ylayman, mani yoshlikda tug'ilganimdan keyin onam doim ish bilan band bo'lganlar. 5 yoshimgacha men bibim bilan bobomni, ya'ni o'sha buvi va buva deydimi? Unaqa qilayotgan. Endi Qiziltepada biye, bobo deymiz. Shularning qo'llarida tarbiya olganim. Chunki menga 5 yoshgacha halollik nima, lafz nima, qaysi suralar, qaysi kalimalar kerak, mana Xudo rahmati, biyim bobomlar o'rgatganlar. Shunaqa bir qadriyatlarni singdirganlar-da. Keyin kitob o'qish kerak. Kitob o'qib, nima to'g'ri, nima noto'g'ri bilish mumkin. Har xil badiiy asarlar. Men juda ham qiziquvchi o'quvchi ham hisoblamayman-da. Unaqa kitobxonam odam emasman. Lekin qaysidir kitoblar bor, men agar ularda qanaqadir qadriyat ko'rsam, olib o'qiyman. Bu iqtisod haqida bo'lishi ham mumkin masalan, yoki filosofiya haqida ham bo'lishi mumkin. Lekin o'ylayman, juda ham katta hissa mana shu biyim bilan bobomdan bo'lgan. Yoshlikdan ana bu to'g'ri, mana bu noto'g'ri deb. Shu uchun ham imkon qadar o'zimni farzandlarimni ham bebisi, bobosi bilan ko'proq vaqt o'tkazsin deyman. Mana bu kitob haqida gap ketganda, siz shu paytgacha hayotingiz davomida eng yaxshi ko'rgan kitoblaringizni sanab bera olasizmi? Ulardan nima olgansiz? Balki tomoshabinlarimizga ham qiziq bo'lishi mumkindir. Qaysidir kitobni o'qib, umuman fikringiz 999% o'zgarib ketgan bo'lishi mumkin-ku. Cambridge 10, Cambridge 11, Cambridge IELTS 12 desam, chunki hayotimda eng ko'p o'qigan kitoblarim bu IELTSga taalluqli test kitoblar. Tinimsiz tekstlar o'qiymiz ularda. Lekin men shaxsan odamga rivojlanish uchun kitob desa, men o'ylayman, avvalambor odam kitob bilan motivatsiya olib, kitobdan shaxsiy rivojlanish qilishi qiyin. O'sha qozonni ichiga kirish kerakda, qovurilish kerak yaxshilab, o'rganib o'shani tirik chiqish kerak. Aytmoqchi bo'lganim, shaxsan o'zida sinash kerakda odam hamma narsani ham. Lekin rostdan ko'zni ochadigan, yordam beradigan kitoblardan bittasi menimcha bu alximik bo'lsa kerak. Men o'qib juda ham yoqtirganim. Alkimyogar. Nimaga? Chunki alkimyogar odamga orzusiga erishish bu sabr talab qiladi, bu katta mehnat talab qiladi degan narsani o'rgatadi. Ya'ni siz bir narsani oldingizga maqsad qildingizmi, bugun, erta, indin siz o'zingiz nimalardan voz kechishingizni bildiradi. Men o'quvchilarga ham aytaman, sen 7 olaman deb niyat qildingmi? Bugun senga yoqadigan ba'zi narsalardan voz kechasan. Aytaylik, chiqib do'stlar bilan bir joyda o'tirib choy ichishmi yoki kompyuter o'yini o'ynash, telefonda nimalardir qilish, o'sha tamom voz kechish kerak deyman. Agar bugungi senga o'sha qilayotgan ishlaring ma'qul bo'lsa, qilavergin, hozirgi holatingda yuraver. Lekin sen top necha 7 oladiganlar top 5% da desak, 100 tadan 5 tasi oladi desak,
5% ichida bo'lmoqchimisan, sen 100 qolgan 95% qiladigan odam ishni qilib turib, boya 5% natijasiga erisha olmaysan deb tushuntirishga harakat qilamiz. Kimyogar ham xuddi endi u baribir bitta yigit o'zini muhabbatini izlashi, boshqa haqida bo'lgan taqdirda ham aslida ma'nosi uni qanaqa mashaqqatlar orzuga borayotgan payt qanaqa mashaqqatlar chiqishi shu mashaqqatlarda qanaqa qilib yengilib qolmaslik haqida deb bilamanda. Santiago o'sha asosiy qahramon. Men uni har xil sarguzashtlarini har xil talqin qilib ko'ramanda. Ba'zida qaysidir sarguzashtini eslaymanda, aytaman, aslida может o'zimda hayotda bo'lgandan keyin, balkim o'sha joyi mana bu narsani aytmoqchi bo'lgandir avtor deb. Endi u ham badiiy asar xohlagancha talqin qilinishi mumkin-da. 16-mart kuni eslay olaman, hamma joy yopildi. Men tug'ilgan kunimda. Tug'ilgan kuningizmidi? 15-martda birinchi Covid bo'ldi, 16-dan yopadilar dedi. Keyin 16-dan men o'sha nimada 20-yil 16-mart kuni hech qayerda ishlamadik-ku. Biz bitta tanishlar restoranchasiga tug'ilgan kun qildik-da. Hech kim ishlamagan bo'lsa ham. Hech kim одноразовый qoshiq, vilka, hamma joy bitta kabinachani yopiq qilib berdi. O'tkazgansiz. Endi tanishdik edi, qilib beraman dedi, faqat hamma joy yopib tashlayman, bitta kabinachaga o'tirasizlar dedi. Sizlarga yarasha pishirib kuydir qilaman dedi. Keyin o'sha idishlardan hech kim ichmaydi, hammaga turbichka berganmiz. Одноразовый qoshiq, vilkalar. Onlaynga o'tib ketdim deyapsiz. Offlaynda yaxshi daromad topib turgan bo'lsangiz, onlaynda qanchalik bo'ldi? Tushum yaxshi bo'ldimi, tushib ketdimi, oshib ketdimi? Endi samo собой onlayn kamaydi-da, baribir. Chunki o'quvchilarni men onlaynga o'tkazdim. O'zi offlayn ishlab yurgan o'quvchilarimiz bilan darslarni onlayn o'tamiz dedim. Korobka qilib, insho tekshirib, rasmga tushirib tashlab yotadim baholarni. Yarim puliga dedim-da. Endi raz shunday ekan, uydan o'tarkanmiz, uydan bajarar ekansizlar, yarim puliga deb. Qaysidir o'quvchilar xafa bo'lib ketgan bo'lishi ham mumkin. Chunki men o'sha yarim puli 50% oldin masalan 400 ming olib yurgan bo'lsam, 200 mingdan beraverasizlar onlayn bo'lgani uchun dedim. Lekin tayyorgarlikni to'xtatmaylik, davom etaylik debdi. Chunki testlar bo'ldi baribir, kutib o'tirishga imkon yo'q edi. O'shani ham masalan bermaganlar bo'ldi. Covid payti men o'ylayman, qaysidir o'quvchilar mendan xafa ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki agar to'lov qila olmagan bo'lsa, men ularni aytganman, guruhdan chiqaraman deb. Chunki hamma o'z-o'ziga bo'lib qoldi-ku o'sha payti. Birorni tushunib, moliyaviy podдержка qiladigan payt ham emas edi-da. Qaysidir o'quvchilarni chiqarib yuborishga ham to'g'ri kelgan guruhdan. Bechorlar qanday tayyorlangan keyin bilmayman, agar ko'nglida xafagarchilik ketgan bo'lsa, sizni ko'rayotgan bo'lsa-chi hozir? Uzr so'raymiz-da. Endi o'sha payti vaziyat shunday edi. Tushunsa bo'ladi. Shunday qilmasak, balkim hamma o'quvchi, hay bo'ladi deb qo'yardi balkim. Kimlarnidir shaxsan bilsam sharoitini, men unaqa qilmaganman. Lekin kimlarnidir sharoiti bo'lib turib ham masalan bergisi kelmagan. Agar ulardan mayli desam, balkim hamma mayli ekan-ku deyish mumkin edi. Lekin u payti o'sha выживать qilish kerak edi bir amallab. Zo'r. Endi eng qiziq joyga keldik. Ko'pchilikga qiziq. 2 marta Amerikaga borganman deyapsiz. Birinchi qanday borgansiz? U qanaqa loyiha bo'lgan? Qanday topshirgansiz? Nima uchun aynan siz tanlab olgan? Endi bu Fulbright degan dastur bor o'zi. Fulbrightning ham har xil yo'nalishlari bor. O'sha Fulbright yo'nalishlaridan bittasi bu katta sinf o'qituvchilari uchun mana shu almashinuv dasturi bo'ladi. Bunda endi etap-etap birinchi insho yozasiz, undan keyin suhbatdan o'tasiz, suhbatdan o'tgandan keyin test qiladilar. Testdan o'tgandan keyin sizni jo'natadilar qaysidir universitetga Amerikadagi. Men borgan universitet bu University of Massachusetts bo'lgan. 17 kishi butun dunyodan tanlangan o'sha universitet uchun. O'rta Osiyodan bitta men edim. Bitta siz bo'lgansiz. Bitta o'zbek bor edi, lekin birorta qozoq. Yana boshqalar bor edi, ular universitetda emas edi, ular boshqa shtatlarda edi. Bitta o'zbek edim, lekin balkim shu narsa menga yaxshi ham bo'lgan bir tomondan, chunki ko'pchilik borganlarni bilaman. Masalan, ikkita o'zbek bir joyga tushib qoladi yoki bitta o'zbek bilan bitta qozoq yoki qirg'iz birga tushib qolishi mumkin. Ko'pincha men shuni bir-biri bilan ular ko'proq vaqt o'tkazadi. Menga Janubiy Amerikalik, Afrikalik sheriklar masalan tushib qolgan, menda nima bo'lgan? Men to'liq nima deydi, ularning madaniyatiga, to'liq Amerikani madaniyatiga kirib ketaverganman. Menda yonimda bitta bo'lmagan, biza bunday qilishimiz kerak, bunday qilishimiz kerak deydigan, o'ylashga majbur qiladigan. Men masalan Amerikada yurgan paytimda boshidan oxirigacha nima mumkin bo'lsa hammasini qilib ko'rganman-da. Endi to'g'ri ma'noda madaniyatni qo'ldan kelgancha o'zim uchun kashf qilganman. Kerak bo'lsa o'sha Janubiy Amerikaliklarni ana salsa deydi-ku.
salsa deydi, tango deydi. Shunaqa barlarga ham borib, ozroq salsa raqsini ham o'rganib ko'rganman. A, yaxshi bo'lgan bu deganim, chunki ko'pincha eshitaman mana keyinchalik borganlar, ular aytadiki, "Men asosiy vaqtim mana shu o'zim sherigim bilan o'tdi. Bir joylarni ko'rdik, bir joyni aylandik" deydi. Lekin mana bunday haqiqiy madaniyatni o'rganib kelish manda shu balkim bitta o'zim O'rta Osiyodan borganim uchun ham zo'r bo'lgan. Mana sheriklarim hammasi chetdan bo'lgan. Men ular bilan ko'proq gaplashib, ular bilan ko'proq vaqt o'tkazib, ularni ko'proq o'rganganman. Gaplashgan paytimizda ham ko'rsatgansiz rasmingizni. Telpakmi? Telpakchada bo'lgan akamiz Amerikada yurib bilan o'zbek telpakchasida. Shu qiziq voqea bo'lgan. Shu bilan ham shu telpak kiysam amerikaliklar munosabati sal o'zgarardi-da biror joylarga borsam. Qanchalik? Yaxshimi, yomonmi? Yaxshi tomonga. Ular uylarida man boyvachcha deb. Chunki ularda keyinchalik bilsam boy reperlar, qo'shiqchilar unaqa jumladan shapka nimalar kiyib olar ekan, ularda u narsa qimmat, qanaqadir statusda ekanda. Yoki shundan, yoki ular biladi, что bunaqa telpak bu rus madaniyatiga tegishli, bu ham rus bo'lsa kerak deb o'ylaganlar. Ruslarning ham o'ziga yarasha obro'si bor u yerda. Faqat o'sha men Amerikada paytim, mana endi Ukraina bilan bo'lgan bularning konflikti boshlanib qoldi. O'sha payt ruslarga nisbatan tazyiq bo'lmasa, ungacha ruslarning obro'yi o'ziga yarasha edi-da, unaqa o'ziga yarasha obro'yi bor edi jamiyatda. Zo'r. Telpak biznesini boshlamagansiz-da? Yo'q, agar boshlaganimizda gullab ketarmidi o'sha. Shuni. Amerikada menga yoqqan tarafi, avvalambor o'zingizni haqiqiy inson sifatida his qilishni boshlaysiz. Chunki qayerga borsangiz hamma sizga muomala qiladi. Juda to'g'ri muomala qiladi. Biror kishi sizni bir tiyiningizga tekkisi kelmaydi, imkon bo'lgan taqdirda ham. Hammaga birday qaraydilar, hammani hurmat qiladilar. Menda Nyu-Yorkda bo'lgan masalan bitta voqea bor. Men Nyu-Yorkda ko'rgan narsam bu shunaqa bo'lganki, mana bizada ko'chada ba'zida odamlar tilanchilik qiladi-ku. Ularda tilanchilari ham qanaqadir muomalalikda. Nyu-Yorkda yuribman, kelyapti, men bilan gaplashyapti. Yo'qdimi senga Nyu-York? Qanday, qayerdan kelding? Mana shu joydan. Yo'qdimi senga? Ha, yaxshi, zo'r, gap yo'q. Times Square'damizda masalan. Ozroq ma'lumotlar beryapti Times Square haqida. Men bunday tursang chiroyli chiqadi rasmga deb telefonimni olib rasmlarga olib qo'yapti-da. Ki oxirida mabodo $1-2 yo'qmi oldingda ortiqcha? Biror nima yeb olmoqchi edim. Shunga ham ozgina yordam bersang yaxshi bo'lardi deb mendan pul so'rayapti. Xizmat ko'rsatyapti-ku sizga. Qanaqadir, kelib masalan tikkalang pul ber deb bunaqa yopishish emas. Muomala qilib, gaplashib, ozroq o'rab, nima qilib shu $1-2 bera olmaysanmi? Keyin aytyapti-da. Yoki masalan kelib tikkalang menga pul ber emas. Endi burchaklarda o'tiradiganlar ham bular xohlasangiz tashlab ketishingiz mumkin, hech kim yoningizga pul so'rab kelmay. Lekin shunaqalari bor, masalan, tilanchilik qilgisi kelmaydida, qo'lidan sharlar bilan figuralar yasash keladi. Sharlar bilan figuralar yasaydi, shu chetda sotib turadi. Borasiz, "Nech pul bu?" desangiz, "Nech pul bersang" deydi. Shuni olib ketsang ham mayli deydi. "Nech pul bersang o'zingdan chiqarib beraver" deydi. Keyin tushunasiz, demak bunga tirikchilik shundan ekan. O'sha shar o'zi 50 sent tursa, siz unga masalan $5 berib ketishingiz ham mumkin-da. Tikkalang tilanchilik emas, qo'limdan kelganini qilyapman, qo'lingdan kelgancha yordam bergin, tamom. Zo'r. Mana shunaqa joylari bor. Xafa qiladigan joylari masalan harbiylar bizada bilasiz, hurmat qilinadi, pensiya davrida ham yaxshi shu qaraladi, hurmat qilinadi, lekin ularda ko'chada ko'p ko'rasiz o'sha urush veteranlari qog'ozlar bilan turib, "Men veteranman" deb tilanchilik qilishga majbur bo'ladi. Chunki ular o'sha o'zlarining shartnomasi bo'yicha pul berilgan. Undan keyin ularda o'sha qo'llab-quvvatlash yo'q. Ko'p o'sha harbiy xizmat qilganlarning ba'zilari uysiz odam bo'lib mana ko'chada bomshda ham yuradida. Lekin qarasangiz rostdan ular Iroqda yoki biror joyda harbiy xizmat o'tagan bo'lishi mumkin. Lekin o'sha moliyaviy savodxonligi o'sha payti pulini bir joyga tikish kerakligi yetmagani uchun ham xizmat tugagandan keyin puli ham tugagan bo'lgan. Boshqa joydan tirikchilik qila olmagan. Zo'r. Amerikada nimalar o'rgandingiz? Ta'lim sohasida asosan o'rgandik. Liderlik nima, zamonaviy ta'lim nima bo'ladi, qanaqa texnologiyadan foydalanish kerak, shularni o'rgandik. Hozir ham o'quv markazimizda ularni sekin-sekin mana yo'lga qo'yib tadbiq qilib kelamiz. Ham texnikasini, ham metodikalarini. Men o'rganganim davlatni rivojini asosi nima ekanligini o'zim ko'zim bilan ko'rdim-da. Ya'ni Amerikada soatni sxemasi bor, masalan, mexanik soatlarda ichida mana bu gear deydi-ku, mana bu sxemasi qanaqa ishlasa, bir-biriga ulanib, mana bilasizku, aylanar o'sha nimachalari, detalchalari bir-biriga ulanib qanday ishlasa, haqiqatda ham davlat mana shunaqa ishlashini ko'rdim birinchi marta.
basketbolga juda qiziqasiz. Sevimli klubingiz qaysi? Men o'zi yoshlikdan Dallasni basketbol klubini, o'sha Dallas Mavericksni qo'llab-quvvatlab kelganman. Lekin endi Massachusets shtatida bo'lganim uchun, u yerda Boston shahrida Boston Celticsni ham hozirda muxlisi hisoblanaman. Aytib yuravering hikoyalarni. Nima borganmisiz stadionga? Mhm. Tashlaganmisiz? Endi Amerikaga borgandan keyin basketbol yanada ko'proq yoqtirdim. Chunki o'sha NBA ularda eng katta, o'z dunyoda eng katta basketbol musobaqasi ham o'sha NBA Amerikada bo'ladi. Men umuman olganda stadionga kirganda, o'sha arenaga kirganda 20 ming taxminan muxlis bor. Juda ham chiroyli o'yin. Unda ham vatanparvarlik hissini ko'rishingiz mumkin. Unda ham bitta qiziqroq narsa bo'lgan. Men balkim kelajakda mana shunaqa matchlarga boraman degan niyat qilgan yoshlar bo'lsa, kichkinagina maslahatim. Men O'zbekistonning bayrog'ini olganman endi birinchi marta NBA matchiga kirishim uchun. 10 ming kilometr masofa bosib keldim, shu matchni ko'rish uchun deb shu harakat qilganman boyagi Jambatronga tushishga. Jambatron bu tepada turadigan katta ekran. Bir nimalar yozib kelsangiz, odatda sizni olib ko'rsatib beradi ekranda, mana shunaqa muxlislar bor ekan deb. Shu harakat qilganman, bayroq ko'taraverib foydasi bo'lmagan. Yonimdagi boyagi amerikalik 2-3 yigitlar ham shoshma qani deb bayroqni o'zi tomonga tortib, kattaroq qilib ko'tarib, imkon qadar kameralarni ishora qilib tushirishga harakat qilgan. Umuman tanimaydi bo'lmasa mani. Prosta xalq shunaqaki, kimdir nimagadir harakat qilayotgan qo'llab-quvvatlagisi keladi. O'sha uchun ham aytayman, inson ekanligingizni juda ham his qilasiz u yerda. Men ham odam ekanimku debdi. Borgilarim kelib ketdi. Shu harakat qilganmiz, shu match 2 soat bo'ldimi, shu 2 soat davomida harakat qildik, qachon pauza bo'lsa. Lekin chiqarmadi. Keyinchalik yigitlar bilan o'sha nimadan aytyapmiz. Nimaga ko'rsatmading deyapmiz. Keyin aytyapti, "It's a flag." Bu bayroq bu deyapti. Nimani bayrog'i bu deyapti. Keyin yetib keldi menga. Ko'p odamlar plakatga yozib olib boradi. Oq fon plakatga so'zlar yozadi, tutadi, kameradan chiqarib beradi. Bayroq nimaligini bilmaganligi uchun ham ular bayroqni chiqarmas ekanda xullas. Biz bayroqqa yozganmiz uni gaplarni. O'sha mana endi keyinchalik shunaqa joylarda bo'laman, reprezent qilaman degan yoshlar bo'lsa, shu narsalarni ozroq hisobga olish kerak ekan. Zo'r. Balkim bu safar borsam endi kartonga yozaman-da, bayroq yashirib qo'yaman. Kamera tushgandan bayroqni ham bir ko'rsatib olaman o'rtada. O'sha bayroq narsalarni, bayroqlik nimalarni ko'rsatmas ekan. Shu uchun ham bitta o'sha ozgina o'rganib bormaganim shu joyda pand bergan. Bostonda, shu shaharda yuribman. Endi o'zimizda men Rolex magazin ko'rmaganman biror marta. Rolex bilsangiz unaqa brend soatlar juda ham qimmat sotiladigan. Aha. Yuribman. Endi Rolex magazini bor ekan. Ichkarida sotuvchi как положено, kostyum, bryuk, galstuklar, oq ko'ylaklar hammasi yoshi kattaroq amaki edilar. Qarab turibman ko'chadan, endi window shopping deydi-ku, derazadan shopping qilish. Qarab turibman, qo'li bilan ishora qildi. Kirgin dedi. Kirdim ichkariga. Katalogni yonimga qo'ydi. Qarayapmiz. Birortasi eng arzon ko'rganim 18 ming nechidir dollarda. 18 ming nechidir ham dollar turibdi. Endi menga xuddi bir hozir men olib ketaman Rolex deb klientga qilganday muomala qilib gapiryapti-da. Men o'zim ozroq tortindim. Men aytdim, "I'm sorry sir, kechirasiz janob, men hozir pulim yo'q meni. Bunaqa soatlarni o'zimga позволить qila olmayman. Qurbim yetmaydi bunaqa soat olishga. Hozir" deyapman ham katalogda tushuntirib, ko'rsatib, soatlarni sxemalari, nimalar haqida gapirishga, o'sha ularning xususiyatlari haqida gapirishda davom etyapti-da. Keyin men o'zi xijolat bo'lyapman. Men aytdim, "Men borishim kerak. Men vaqtingizni olyapman quruqqa. Baribir ola olmayman deyapman-ku" dedim. Keyin aytyapti, "Mayli ola olmasang ham hozir meni ishchi sifatida vazifam senga soat haqida ma'lumot berish. Sen magazinga kirding. Katalog bilan tanishtiray" deyapti. "Nima deb o'ylaysan?" deyapti. "Sen hozir ola olmasang, bir umr ola olmaysanmi shunaqa soat" deyapti-da. Balkim 1 yildan keyin olishga qurbing bo'lar, 10 yildan keyin qurbing bo'lar. Ma'lumot olishing kerak-ku bizning soatimiz haqida. Mayli olmagin deyapti-da. Lekin o'zingga ishonch deb bir kun senda qurbing yetadi shu soatlarni taqishga. Hozirdan ma'lumotga ega bo'lib qo'y degan maqsadda senga aytyapman deyapti-da. Men aytyapman, bu qayerga keldim men? O'zi nimaga odamlarga bunaqa muomala qiladi bular deyman-da. Chunki o'zi masalan bozorga kiramiz-da ba'zida. Men hammasi ham demoqchi emasman, ba'zi magazinchilar. O'zi 400 ming so'mlik futbolka sotadi-da. Kirib salgina bunday ustiz yaxshi kiyinmagan bo'lsangiz, narxi qancha buni desangiz, qaragisi ham kelmaydi-da. U yerda ming dollarda turadigan narsani sotyapti. Men o'zi bir yerda immigrantda yuribman-da, usti boshim ham janim emas. O'zi qarashimdan ham aytsa bo'ladi, bu odam Rolex olmaydi. Lekin shunaqa muomala qilyapti-da. Men qayerga keldim o'zi deyman-da ichimda.
sarguzashtlar tugatib Navoiy qaytib keldik. O'zingizcha aeroportdan hamma kutib oladi deb bayroqchalarni nima qilib ilib olib, karnash urnaydi. Shunday bo'ldimi? Yo'q. Sekin samolyotdan chiqib, poyezdga o'tirib Navoiyga kelaverganmiz. Bunaqa judayam katta, unaqa shov-shuvli grant emas. Har yili O'zbekistondan adashmasam 10 ga yaqin odam tanlanadi bu grant uchun. Qaytib kelganingizdan keyin nimalar o'zgartirdingiz Navoiyda? Avvalambor qaytib kelganimdan keyin shu odamzodga bo'lgan munosabatimni o'zgartirdim. Insonday muomala qilish kerak ekan. Mayli men bitta o'zim bo'lay, lekin sekin-sekin yo'q bu gap emas. Necha kun davom etdi o'sha hay aka? 3 kun. Chet eldan takliflar kelganmi? Nima uchun aynan Navoiyni tanladingiz? Chet elda ishlash bo'yicha takliflar bo'lmagan. Endi bunaqa norasmiy aytilgan, taklif qilingan paytlar bo'lgan. Men o'zimni sohamda emas, boshqa sohada rad etishga majbur bo'lganman. Lekin Toshkentdan taklif tez-tez bo'lib turadi. Toshkentda borib, masalan, bitta markazda ishlashga yoki qayerdadir dars berishga taklif bo'lib turadi. Chet eldan bo'lmagan lekin. Navoiyda qolaman deganim maqsadim ham endi avvalambor bu yerda ta'limga ham juda ko'p e'tibor qaratiladi. Aytganimizdek, Navoiyda yoshlar ilmga juda ham chanqoq, juda ko'p saviyali, juda ham ko'p katta yutuqli yoshlar chiqqan bizdan ham. Shularga qo'limdan kelgancha turtki bo'lish, qaysidir ma'noda o'qishlarga tayyorlanishda yordam berish imkoniyatini qilib berish. Mana shu boshlagan ishimiz nasib bo'lsa, yana bundan ham kengayaversak, nasib bo'lsa kelajakda Toshkentda ishimizni davom ettirishimiz mumkin. Lekin hozircha mana keyingi 3 yilga, keyingi 2-3 yilga bizda aniq reja bor. Navoiyda nimalar qilmoqchimiz, shularni ustida hozircha ish olib boramiz. Ingliz tilini o'rganayotgan davringizda eng qiyin kun qaysi bo'lgan? Men o'zi o'quvchi sifatida ingliz tilini o'rganaman deb har qanaqa qiyinchilikka ham tayyor bo'lganman. Lekin juda ham hafsalamni pir qiladigan, shashtimni o'ldirib tashlaydigan narsa bu kollejda 2-3 kurs o'qiyotgan paytlarimda bo'lgan. Chunki olimpiadaga qatnashardim. Umuman chestni bo'lmasdi-da. Endi kimlardir aytishi mumkin, o'rni ololmaganingdan keyin g'alaba qilasan-da deb. Lekin juda ko'p nohaqliklar bo'lardi. Inshonni ochasiz, siz yozib turibsiz bu yerda. Kimdir kitobdan yoki jurnaldan ko'chirib yozibdi, yoningizda o'tirib. Hech kim hech narsa demaydi. Chunki o'rin уже aniq kim olish kerakligi. Shu narsa meni juda xafa qilgan, juda ham shashtim qaytargan narsalar bo'lgan. O'sha o'rin olgan o'quvchilarni taniyman ham, bilaman ham. Hech qanaqa ularga qarshi hech narsa demoqchi emasman-u, lekin olimpiadalar shu yo'sinda tashkil qilinardi o'sha paytlar. Necha soat sarflagansiz ko'proq ingliz tilini o'rganish uchun? Endi soatda o'lchab ko'rmagan ekanim ochig'i, lekin ingliz tili menda o'sha yoshlikdan hayot tarziga aylangan. Har kun men hozir ham bir nima rejalar yozib tursam, inglizcha yozaman. Menga shu qulayroq. Ba'zida nimalarnidir inglizchada yaxshiroq yetkazib bera olaman, chunki so'zlarni ko'proq bilgandayman xayolimga. Inglizcha aytsam o'sha ma'noni yetkazib bera olaman deb o'ylayman-da ba'zi hollarda. Telefonlar, kompyuterlar hammasi eskidan eski menda ingliz tilida yuradi. Chunki shu men tilni xullas hayotimga shunday singdirganman. Bog'lagansiz. 9 olish jarayonida eng katta xatoyingiz qaysi bo'lgan? Nima uchun kechikkansiz? 9 dan oldin masalan 8,5 ham olgandim necha martalab. Faqat bitta o'sha xalaqit qilgan narsa menga IELTSda men bu yozma ishni ko'tarish. Yozma ishim ancha vaqt ko'tarilmagandi. Nimaga keyin sababini tushunganman. O'tirib mana bu yozma ishda nizomi bor, kriteriyasi bor. Shuni o'tirib yaxshilab har bitta so'zida nimani xohlayapti mendan degan narsani ikir-chikirigacha kirib tushunib yetganimdan keyin menda ball yozma ishdan ko'tarilgan va oxiri 9 olganman. Kelajakda mana kim 9 olaman degan bo'lsa, maqsadim ham yaxshilab o'tirib shu kriteriyani tushunish kerak. Chunki agar siz writingdan 7, 7,5 olib yurgan bo'lsangiz, siz gap to'g'ri olasiz. Sizni grammatikangizda yoki vokabularingizda emas katta ehtimol bilan muammo. Bu siz o'sha coherence bilan cohesionni yoki task response'ni qanchalik to'g'ri tushunasiz, ularning kriteriyasidan nima xohlayotganini qanchalik to'g'ri baholay olasiz o'shanga bog'liq. Men shu narsalarni to'g'rilagandan keyin yozma ishim birdan masalan 7, 7,5 dan 8,5 ga ko'tarilgan. IELTS 4-5 darajada yurganlarga nima maslahat bera olasiz? IELTS schoolga kelinglar. Agar yana ham aytadigan bo'lsam, endi 4-5 dagi o'quvchilar, hammamiz ham qachondir shu 3-4-5 bo'lganmiz. To'xtamasdan dalshi mehnat qilishda davom etaveringlar, hammasi yaxshi bo'ladi.
Farruh aka yoshlikka qaytib, bugun boshidan boshlash imkoni bo'lganda, o'qishdi deylik. Mhm. Nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Judayam yaxshi savol bo'ldi. Men yoshlarga ham maslahatim, agar boshidan imkon bo'lganda qaytib hammasini qilishdim, ingliz tilini o'rgangan bo'lardim, bu aniq. Lekin men ingliz tili o'qituvchisi yoki kelajakda ingliz tili atrofida men o'zimga karyera quraman deb niyat qilmagan bo'lardim. Chunki menda hozir shunaqa tushuncha borki, ingliz tili bu endi qanaqadir kasb, bunga mahorat deb qarash noto'g'ri bir tomondan. Ingliz tili bu sizda qo'shimcha bir instrument desak ham bo'lardi. Men ingliz tilini o'rganardimda, yoniga ITni qo'shardim. Injenerlikni qo'shardim yoki meditsinani qo'shardim. Mana shu talab juda ham katta bo'lgan sohalarni o'rganib turib, yonida ingliz tilini ham o'rgangan bo'lardim. Agar meni hozirgi o'sha boshidan qaytib, boshidan bajarish imkoniyatim bo'lganda. Talabalaringizni, o'quvchilaringizni eng yuqori ball nechi bo'lgansiz? O'sha ballni olganda yuragingizdan, mana uddalabdi-ku, bo'lar ekan-ku degan fikr, tuyg'u chiqqan. Hozircha eng baland ball o'quvchilar orasida bo'lgan bu 8. Endi 8,5 ham olgan o'quvchilar bo'lgan, lekin ular keyingi faoliyatida olgan. Bevosita men bilan ishlagan o'quvchilar orasida emas. Menda o'tgan fikr, uddalasak bo'larkan-ku, o'zim ham mana 8 chiqarib olarkanman, bular ham 8 ola olarkan-ku degan narsa ko'nglimizdan o'tganda baribir. Lekin men xursand bo'lganman, chunki aynan arziydigan o'quvchilar shu 8 yoki undan balandroq natijalarni ola bilgan. Zo'r. Endi aka hozir mana bu Navoiyda 9 ballda ushlab turish yoki 9 olish juda bir murakkabda. Ya'ni nima desam, bu ham bir boylikda. Ana boy odam boyib ketaversa, o'zini bosar tutsarini bilmay qoladi-ku. 9 ham shunaqada. 9 olganingizda bosar tutsaringiz bilmay qolganmisiz? Ochig'i yo'q, chunki menga 9 ni uncha ahamiyati yo'q edi. Men uchun 9 bu bir nima deydi, faoliyatimdagi kichkinagina bir yutuq sifatida qarayman. Chunki men o'zi bu narsaga qarshiman, o'qituvchiga sertifikatiga qarab baho berishga-da. Lekin endi shu bozorning ichida bo'lganimizdan keyin shu bozorning talabi, o'zingni sohangni ustasimisan, 9 qani degani bo'ldimi? Mana deb javob berish uchun olingan narsa u. Men aytaymi nimani ustun qo'yaman? Masalan, shunaqa o'qituvchilar bor. Men o'zim ham shularning orasidaman. 9imiz bor, lekin biz nima qilamiz? Biz repetitorlik tashkil qilamiz, xalqni o'qitamiz, lekin shunga yarasha pulni olamiz, to'g'rimi? Lekin shunaqa o'qituvchilar bor maktablarda. Men imennoy ayta olmayman, lekin bor, bilaman aniq. Ularning IELTS 6, lekin ular o'quvchilarni 6 oldiradi, 7 oldiradi. Maktabdan tashqari olib qolib ishlaydi, qaysidir qiynalgan o'quvchilar repetitorga bora olmaydiganlar bilan. Ana bular haqiqiy 9 egalari deb hisoblayman. To'g'ri, ularning bali 9 bo'lmasligi mumkin, lekin o'qituvchilik darajasida 9 ana bu deb tushunaman-da. Menga shunisi ma'qul. Meni IELTSim 9 bo'lgandan ko'ra pedagogikam, odamgarchiligim 9 bo'lsa, shu menga ma'qul hisoblanadi. Lekin ungacha hali bilaman, hayotda anchagina ishim bor. Ota-onangiz sizga nega ishongan, nega ishonmagan? Doim o'qishimizda qo'llab-quvvatlaganlar. Tayyorlanamiz, kursga bormoqchimiz desak, oxirgi momentlarda ruxsat bergan bo'lsalar ham ruxsat berib, to'lab berganlar. Lekin ishonmaganlari shu, men oldinroq aytganimdek, ingliz tilidan nima qilsa bo'ladi o'zi, u tirikchilik bo'ladimi ertaga, yo men qo'y undan ko'ra mana meditsinaga borgin deganlari bo'lgan. Ну, baribir o'sha maqsadimdan qaytmay, risk qilib baribir ishonchlarini oqlaganman. Hozir o'ylayman, hammamiz ham xursand. Hammasi shunaqa, nima deydi, yo'sinda shakllanganida. Maqsadini izlayotgan yoshlarga nima maslahat bera olasiz, Farruh aka? Yosh odam o'zini oldiga maqsad qo'ydimi, uni nima deydi, vositasini ham qilish kerak. Qaysidir maqsadga pul bilan erishiladi. Masalan, biznes qilmoqchisiz, boshida kapital kerak. Mana zo'r biznes g'oyam bor deb odamlarni ishontirib bo'lmaydi. Pulingiz bo'lsa, tiking, ozroq boshlang. Vaqt sizda o'sha sarmoya bo'lishi mumkin. Yoki ilm sarmoya bo'lishi mumkin. Yosh odamga-da mana shu uchalasidan bittasi sizda aniq bo'lishi kerak. Bittasi aniq bo'lishi kerak. Yoki vaqtingiz yetarli bo'lishi kerak, yoki ilmingiz yetarli bo'lishi kerak, yoki pulingiz yetarli bo'lishi kerak. Keyin men o'sha aytmoqchi, buni men aytmayapman, bu oldin ham aytilgan gap, lekin men shu narsaga ishonaman, amal qilaman. Sizda shulardan bittasi bormi, qolgan ikkitasiga qarab yetaklaydi. Pulingiz bormi? Pulingizni demak, o'sha ilm olishga sarflang. Vaqtingiz bormi? Uni ham ilm olishga sarflang. Ilmingiz bormi? Vaqtingizga o'sha ilmingiz bormi? Uni ham shu pul topishga kerak bo'lsa sarflash kerak. Shu uchalasidan bittasi yo'qmi? Demak, kelajagi ham yo'q. Vaqt ajrata olmaysanmi maqsadingga? Yig'ishtir.
vaqting bo'lmasa puling bo'lsin-da hech bo'lmasa. Shuni maqsadga qarab olib boradigan, investitsiya qiladigan bir narsaga. Puling bo'lmasa ilming bo'lsin. Ilming ham bo'lmasa, bo'lsa vaqting bo'lsin shu ilmni olish uchun. Hisob ertaga o'sha ilmni orqasidan pul topgin. Farruh akani eng katta orzusi, niyati deylik nima? Mani eng katta orzuyim, orzularim bor, qaysi biri eng katta bilmadim. Mani shu eng xohlaganim yoshlikdan bilasiz, man onam bilan katta bo'lganman. Otamni ko'rish nasib qilmagan. Onam mana shu har qanaqa joyda ham qo'llab-quvvatlaganlar. Men xohlayman onamni hajlarga, umralarga jo'natishdi. Imkon bo'lsa birga borib kelishni ziyoratini. Keyin farzandlarimni baxtli kunlari ko'p bo'lsin, men shularni ko'rib, shulardan rohatlanishga yetadigan sog'lig'im bo'lishini xohlayman kelajakda. Yana shu bitta o'zimda armon borki, hozircha armon bo'lib turibdi, balkim kelajakda amalga oshar. Mani otam O'zbekistonda emas, boshqa davlatda yashaydi. Shu borib o'sha davlatda izlab topib, bir marta bo'lsa ham o'tirib suhbat qilishdi. Chunki men biror marta ham ko'rmaganman, bir-birimiz bilan ko'rishmaganmiz. Mana shu ham men o'zimning oldimda maqsad qilib qo'ygan, bir kun baribir qilaman degan eng katta niyatlarimdan bittasi. Sog'lik bo'lsa, bolalar xursand bo'lsa, ota-ona rozi bo'lsa, qolgan hammasi bo'ladi. Masr kebab asosi bilan intervyu olganmiz. O'sha kishi sizdan keyingi mehmonga, ya'ni gurunglashamiz loyihamiz mehmoniga savol qoldirgan. O'sha savolga Farruh akamiz javob berishlari kerak bo'ladi. Farruh aka bilmasliklari mumkin savolni, lekin javobini biladi lekin. Xo'p, bundan keyin bizada an'anamiz shunaqa akajon. Mehmon, har bitta mehmon o'zidan keyingi mehmonga savol qoldiradi. Bo'lishi mumkin, qiyin savoldir, bo'lishi mumkindir, qanaqadir savoldir, endi bilmadim. U narsani Farruh aka o'zlari biladi. Birinchi mehmonimiz Masr kebab asoschisi Xondamir Hasanovich tomonidan berilgan savolimiz bor. Farruh akaga beramiz. Faraz qiling, bu ishsizdan xudo ko'rsatmasin bankrot bo'ldingiz. Lekin avvalo unaqa bo'lmasin. Lekin boshqa sohada yana ish boshlashingiz kerak. Qanaqa sohadan ish boshlagan bo'lardingiz? Bu savolga oddiy qilib pragmatik javob beraman. Agar mabodo bu sohada mani omadim chopmay, masalan, xudo ko'rsatmasin ertaga bankrot holatga keladigan bo'lsak, boshqa soha menimcha logistika bo'lsa kerak. Chunki qarindoshlarimiz bor, katta logistikalar bilan shug'ullanadigan. Borib bir chetdan sekin qo'shilib, ishda yaxshiroq o'rganib, ko'maklashib, bir amallab kunimizni ko'rib ketaveramizda keyinchalik. Gurunglashamiz loyihamizda an'anasi bor. Keyingi mehmonimizga savol qoldirishingiz kerak. Nima savol qoldirasiz? Sizlarni mana shu gurunglashamiz loyihalarimizni an'anasiga ko'ra men keyingi mehmonga demak o'zim savolimni qoldiraman. Savolim shunaqa. Agar bir kunda 24 soat emas, 26 soat bo'lsa, 2 soat sizda har doim ortiqcha vaqt bo'ladi desa, shu 2 soatda nimaga sarflagan bo'lardingiz har kuni? Keyingi mehmonimiz uchun juda ajoyib savol bo'ldi. Endi nasib bo'lsa, keyingi mehmonimizga bu savolingizni yetkazib qo'yamiz, konvertiyaga solib, takoy qilib. Xo'p, asosiysi intervyu uchun katta rahmat, vaqt ajratganingiz uchun Farruh aka. Qilganingiz uchun kattakon rahmat sizlarga. Zo'r. Qanaqadir videomizni ko'rganlarga, o'zini fikrini qoldirganlarga, xohlasangiz Ayl School tomonidan, xohlasangiz qanaqadir sovg'a qoldirishingiz mumkin, yaxshi fikr qoldirganlarga. 3 ta eng yaxshi fikr bildirgan tomoshabinni tanlab, Ayl Schoolda 1 oy o'qishga, bepul o'qishga voucher berishimiz mumkin. Bu bizlarni o'zimizning o'quvchilardan ham bo'lishi mumkin. Hozirgi qatnab yurgan. Zo'r. Farruh aka aytgan yutuqni yutib olish uchun bizni gurunglashamiz loyihamizga obuna bo'lish kerak. Instagram ham, YouTube kanallarimizga ham Farruh akani o'zini Instagram sahifalariga obuna bo'lish kerak. Do'stlariga yuborish kerak, komment yozish kerak. Biz o'sha yerdan random tarzida yutuq egalarini tanlab olamiz va onlayn, ya'ni video olib, buni postlarimizga joylaymiz va 1 oy tekin o'qitamiz nasib bo'lsa. To'g'rimi aka? Shunday. Farruh aka, katta rahmat vaqt ajratganingiz uchun. Mazmunli, motivatsiyaga boy, Rahmat. ajoyib gurung bo'ldi. Sizlarga ham kattakon rahmat. Loyihalaringizda, Katta rahmat. keyingi ishlaringizda ham hammasida omad, muvaffaqiyat tilayman. Ko'rishguncha